Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz muhterem kırındaşlar. Muhacirette vatan üçün, halkı üçün, dini üçün japa çekevatkan, şu mezlum halkını kurtulduruş üçün hareket kılıvatkan bütün dünyadaki kırındaşlarımızdaki dikkatigi bugün Şarkı Türkistan Milli Armiyasi meselesi ve onun münasebetlik bunun ötken qitimliq söhbetininki ayağı bolgan söhbetimizni davamlaştırmız. Ekranımızda jurnalist Azat Qasım akimiz bizge bugün sizlerge ilanımızda taşlap qo'ygan savollarninki javoblarini sunudu. Har qanday qarindishimizningki savoli, fikr, taklifi bo'lsa Azat Qasım akimizga bevosita telefon qilsa bo'ladi. Ekranımızda telefon numaramiz ko'rinib turdi. Har qanday fikr bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ladi. Davamlıq xalqimizningki chiqish yo'li uchun, muhojirlarning chiqish yo'li uchun fikrlarimizni xizmat qildirish orqali tirishimiz aziz qarindoshlar. Ekranimizda ko'rinib turayotgan hammanglarga ma'lum bo'lib turgan jurnalist Azat Qasım akimiz oldi bilan men Azat akimizga bir salom bergandan keyin so'zni o'ziga beramanki, bugungi bu muhim tema ustida bizlarga o'ziningki javoblarini berdi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Selamet olsun. Elhamdülillah özlerim selamet olun. O 7 saat 12 birler bulup kaldı hazır. Şunak bolsunmu yanılam halkımızınki bu kıyınçılıktan, bu mezunluktan, bu azatlıkla yetkilişi üçün japa çekip fikranımızı kelle uzundan beri vakit çıkaramay bugün vakit çıkan buldu. İkiranğa Şarkı Türkistan Yeni Milli Armiyasi kaçan kuruldu? Eğer kurulup qalsa avval qaysi meseleni muzakir qılıdı degan bir temini qo'yib qo'ydim, ammo bunga munosabatlik bizning 10 nechadan savolimiz bor. İnşallah bu savollarni men bir-birlab o'zlaridan so'rayman. Şuna avval birinchi savolimni so'rasam, savolni men ichi olay. Yani aslında bu Şarkı Türkistan Milli Armiyasi meselesini savollarni en keyin qo'yib qo'ygandik. Buni boshqa olaymi yoki boshdan sizlar bilan deyishgan bo'yicha sizdan savol so'rashga boshlayman. Hem de bunu sen özen uğraştırsan biliyorduk. Ben senin uğraştırışına boysun ben. Allah razı olsun. Sen sahipkan ben mihman. Elbette Allah razı olsun, rahmet. Elbette deyişdiğen ait köp meseleler var. Meyli namayiş meseleleri olsun, meyli imza toplaş, meyli Amerika meselesi, Avrupa parlament meseleleri, Uygur davasındaki yöneliş meseleleri, karakteri, Uygur rehberleri qanday bo'lish kerak, Uygur teşkilatları qanday bir hareket qilish kerak degan meselelerde bir qator nihayet muhim bo'lgan, bugun hal qilishga tegishli bo'lgan meselelerni so'rayman. Ammo bizning xalqimiz en qiziqayotgan bir mesele
Çünkü buna nurgun kişiler davamlı köngül bölüp bulanmadı. El kılgıç meselege Şarkı Türkistan Milli Armiyasının kuruluşu, Şarkı Türkistan Milli İnkılabı'nın başlanışı meselesinde ötken kıtımlık söhbetimizde özleri bilen bu meselede çuңkur toxtalgan edik. Sizning ma'lum bununğa nispeten nazariyalarni o'tirib qo'ygan edilar. Buningki ayig'ini davomlashtirish yuzasidan men shu o'zimning temi qilgan Sharq Turkiston Qurolliq inqilobiy komiteti deyli yoki Milliy armiyasi deyli. Bununğa albatta ismini sizlar qo'ysangiz texim to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Agar qurilib qolgan taqdirda birinchi qurilish ehtimoli bormi deb so'rayman. Undan keyin qurilgan taqdirda qaysi masalani eng boshda hal qilamiz degan savoldan kirey. Endi men o'tgan qitim men suhbatdagi vaqtimda Sharq Turkiston Milliy armiyasining qurilishining zaruriyatiga to'xtalgan. Xo'sh. Keyin shu suhbatdan keyin nurg'unlagan vatandoshlar menga bilan aloqaga chiqib buni nurg'un mana foydali maslahatlarni berdi-da. Men shu maslahatlar asosida Noqul Sharq Turkiston Milliy armiyasini qurish kerakmi yoki Sharq Turkiston Milliy armiyasi qo'mondonlik qilgan bir universal bir siyosiy organ kerakmi degan masalada men ko'pchilik vatandoshlarning fikrini qabul qilib, oldi bilan Sharq Turkiston Qurolliq inqilob komitetini qurish masalasini birinchi o'rin qo'yish kerak ekan deb o'yladim. Endi buni qo'ygandan keyin bizning ikkinchi qadamda qilgan ishimiz Sharq Turkiston Milliy armiyasini qurish. Sharq Turkiston Milliy armiyasini qurishda oldi bilan Sharq Turkiston Milliy armiyasining qo'mondonlik shtabini ta'sis qilib, shu orqali armiyani, endi bu armiya albatta nurg'un sabablar, nurg'un gaplar bo'ldi. Nima uchun Sharq Turkiston Milliy armiyasi deymiz, nimadan boshqa gap ism qo'ymaymiz deganda, men buni yana bir ta'kidlab qo'yay. Sharq Turkiston Milliy armiyasi bizning ota-bobolarimiz qurgan armiya. Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurgan qonuniy armiya. Buningdan boshqa barliq nomlar biz uchun Xitoyga qonunsiz bo'lib qoladi. Xitoy buni bu qonunsiz deyalaydi. Faqat Sharq Turkiston Milliy armiyasi Xitoy qonunsiz deyolmaydi. Chunki bu armiyani shu vaqtga Sharq Turkiston hukumati qurgan. Gerçi Xitoy hokimiyati bu armiyani aldab-saldab yurib yo'q qilayotgan bo'lsa-mu, biz qursak, der shu armiyani ota-bobolarimiz qurgan armiyani asli keltirgan bo'lamiz. Biz boshqa yo'l tutqunimiz yo'q. Der shu ota-bobolarimizning izini ketyapmiz. Shuning uchun men bu masalada Sharq Turkiston Qurolliq inqilob komiteti qurilgandan keyin qurilgan birinchi shu Qurolliq komitetining birinchi qilgan ishi Sharq Turkiston Milliy armiyasining bosh shtabini qurib chiqish. Shuning bilan birga Sharq Turkiston Qurolliq inqilob fondini barliqqa keltirishdi. Chunki Qurolliq inqilob o'zining moliyasi bo'lmaydi. Men bu yerda o'tirib qo'ygan Sharq Turkiston Qurolliq inqilob fondi bu xayr-saxovat fondi emas. Yoki har turli mavhum huquqlar bilan atilgan bir fond emas. Bu Noqul qurolliq kurash uchun xizmat qilgan fond. Bu fondga tushgan har qanday xarajat bir tiyinigacha milliy armiyaning chiqimiga ishlatildi, qurolliq kurashning chiqimiga ishlatildi. Boshqa hech qanday yerga buningdan bir tiyin ajratilmaydi. Chunki qaratmaligi bor bir fond bu. Qaratmaligini aytib kuchli buning ustiga. Cho'qim Sharq Turkiston Milliy armiyasining chiqimi bo'lishi kerak. Chunki biz armiyani qurganda cho'qim iqtisod tayinlaymiz. Bu fondni shuning uchun qurildi. Bu fondning rolini aytishim. Yani Sharq Turkiston Milliy inqilob komiteti qurilish ehtimoli bor demoqchisizlar. Qayerga quriladi bu? Buni hamda hozir biz qurilgan davlatni bekitib bo'ldik, ham bu yerda hozir ba'zicha oshkorlashning hojati yo'q. Buningga bir so'zishgan mushu meslekdoshlar bilan so'zishib, asosan bir davlatni bekitdik, hani buni biz bilamiz. Biroq hozircha buni oshkorlamay turaylik. Bo'ladi. Men muxbir bo'lgandan keyin savolni so'raveraman, ammo oshkorlanmaslik butunlay sizning ilkilardagi ish. Ya'ni qarindoshlar uni xato tushunib, ba'zan maxfiyatliklar oshkorlanib ketadigan degan fikrlar bo'ldi. Men muxbir. Men ilojim eng kuchli, eng go'zal, eng
Ciddi savollarni so'rayman. Bu yerda dargizmi uxlab o'tirib, Ma'qul, ma'qul. Endi mening bu yerda bir ta'kidlaydigan yerim bor. Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komiteti bizning vatanimizda qo'zg'algan ikki qitimliq inqilobning davomi, ya'ni 3-chi qitimliq Sharq Turkiston inqilobini qo'zg'ash, shuni boshlash uchun tayyorlik qildi. Buning birdan-bir vazifasi mana shu. Men bu yerda nima deb bu masalani qayta ta'kidlayapman deganda, men yaqinda Abdulla Yalqin elimizning Istiqlol televiziyasidagi ikki suhbatini angladim. İki shu Sharq Turkistonliklar qarindoshlar uchrashib qatnashgan shu yerga ikki faoliyatchini ziyorat qildi. Birisidan armiyani qancha vaqt qurish qalaysiz degan bir savolni berdi. Bunga bir mavhum javob berdi. Ikkinchisiga qurolli inqilobni kim tashkil etish kerak degan yana bir savol berdi, yana bir faoliyatchiga. Men shu yerda Abdulla Yalqin inimizning hissiyotini sezib o'tdim. Bu Abdulla Yalqin bu savolni so'ragan vaqtida bizning hozirgi ahvolimizni tushungan asosda, bizning vatanimiz bo'layotgan ahvollarni, chetlarlik ahvolini tushungan holda nayt savolni dal bergan. Biroq ham faoliyatchilarimiz misol nima qildimi? Faqat xalqaro vaziyatga taqab turib oldi. Xalqaro vaziyat yo'l qo'ygan doirada dedi. Biz 70 yıldan bu yana. Mandaki İslam, hürmetlik İsa Alip Tekin'den başlap hazırlıkça xalqaro vaziyat yol koygan dairede diyen gepni esilip kevatımız. Birer qitim mı xalqaro vaziyat bizi bilen hesaplashish kerak deganni deyemevatımız. Bizga yo'l qo'yish kerak degan deyapmidik. Biz nemidan o'shgan deyapmiz. Demak 200 yillik qulluq asarat bizning ro'yimizni, qinimizni aytib uzatayotgan etim bo'lyapti bu gap. Men shunda qarayman. Bizning 20 yillab shu sohada yurgan odamlarimiz hozirgacha qurolli inqilob masalasida xalqaro vaziyat yo'l qo'ygan doirada ish qilishimiz kerak degan javob berdi. Men shu gapni rasmiyatdan qabul qilolmayman. To'g'ri. Biz xalqaro vaziyatni o'zimizga qartishimiz kerak. Men bu Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komiteti qurish masalasida meni o'tirib qolgan ko'z qarashim mana shu. Xalqaro vaziyat. Endi bu yana shuni to'liqlab ketay. Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komitetining qarmog'ida yana bir bo'limchi bor. Bu bo'limchini men bu yerda nima qilib qo'yay? Xalqaro munosabatlar bo'limi. Nima uchun xalqaro munosabatlar bo'limini qurdik? Biz Sharq Turkiston Qurolli Inqilob boshlashda biz cho'qim Amerika, Rossiya, Hindiston, Yaponiya, Yevropa ittifoqi qatorliq xalqarodagi kuchli mamlakatlar ham dunyoda o'zining gapini o'tkaza oladigan bu mamlakatlarning hammasi bilan bizning qurolli inqilobimizni qo'llash, qurolli inqilobimizga bir yo'l berish masalasida so'zimiz to'g'ri keldi. Shuning uchun Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komitetining qarmog'idagi xalqaro munosabatlar bir bo'limi bor. Dal mushishni qiladi. Ya'ni bunun ancha ko'p odam bo'lmaydi, biroq nihoyatda bilimlik xalqaro munosabatlardan, diplomatiyadan xabar bo'lgan bizning qurolli inqilobimizni qo'llash, qurolli inqilobimizga bir yo'l berish masalasida shu masalani men ham asosan mana shu 3 tarmoq nimaning qarmog'ida bo'ladi? Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komitetining tarmoq qo'lida 3 tarmoq bo'ldi. Birisi qurolli inqilob qiladigan qurol chalgan jangchilar tarafidan ikkinchisi shularga moliyani hal qiladigan fond. Uchinchisi bizga xalqaroda bizning yo'limiz ochilgan xalqaro munosabatlar bo'limi. Bu üçsi bir-biridan ayrılanmaydı. Üçleri şundak mühim. Şunun için Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komitetining qurilishi biz uchun men buni yaqin orada qurib chiqish deb planlayapman.
Bu albatta bu men yalnız men bilan bo'lmaydi. Onda albatta qurolliq inqilob qo'llaydigan qurolliq inqilobga jon teni bilan biz tayyor deydigan faoliyatchilar bilan birlashib turib bu ishni qilamiz. Menimcha bu nima bizning chet eldagi Uyg'urlarni ko'p qo'llashga erishdi deb qarayman. Mesela qarindoshlarimiz yozibdi, Milliy ozodlik armiyasining qurilishini saqlab ko'zimiz to'rt bo'lib ketdi deydi. Albatta buningga balkim ba'zi tashkilotlar buning nimasini chiqadi. Ya'ni biz bu shaklda milliy faoliyat, milliy armiya qurimiz degan tashkilotlar bo'ldi, cho'ng tashkilotlardan. Undan boshqa hozir yangi yoshlar harakatidanmi qurolli harakatni tashabbus qiladigan moddalarni e'lon qilayotgan yoshlar bor. Masalan, Cumhuriyet Partiyasi qatorliq partiyalarning o'ziga loyiq qurolli qanot masalalarini o'tirib qo'yapti. Bu yerda bir qarindishimiz yozibdi, bu nima uchun milliy armiya demagan bo'lsak, Sharq Turkiston armiyasi desaklar bo'lmamdi deydi. Buningga qanday qaraydi bu gapga? Endi men abiyan tushundim, Sharq Turkiston milliy armiyasi bu biz qo'ygan ism emas. Bu bizning oti-bobimiz. Ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurgan armiya bu. Bu qonuniy asos armiya Sharq Turkiston milliy armiyasi. Shu vaqtda bu armiya shunday nom qo'yilgan. Shu vaqt hukumat, Elixon To'yar boshchiligidagi hukumat Sharq Turkiston milliy armiyasi qurish haqida qaror ma'qullagan. Sharq Turkiston armiyasini qurish emas, Sharq Turkiston ozodlik armiyasini qurish emas, Sharq Turkiston milliy armiyasi qurish haqida qaror ma'qullagan. Endi bu yerda ko'rsatadigan dal shu ota-bobomizning izida menish. Ajdodlar bizga qoldirib ketgan iz bilan menish. Shuning uchun men Sharq Turkiston milliy armiyasi degan gapni 3 yil bir, 4 yil bir ta'kidlab turayotganim mana shu. Endi to'g'ri. Hozir mana yaqinda birsi bir hemşehrimiz telefon qildi, bir Yevropa mamlakatida yashayotgan men qilmay javob dedi. Agar milliy armiya qurilib urush qilgan bo'lsa, aka biz yo'lchi bilan kelishdik, hatto qo'limizdagi to'yuq uzuklarimizni elib setib shuning pulini fondga yordam qilamiz aka, qachon ish boshlaymiz deb yig'lab turib bir hemşehrimiz telefon qildi menga. Jamning ko'nglim shunday yomon bo'lib ketdi. Demek xalq hozir mushta taqozo bo'lyapti. Men bizning tashkilotlarimizni hurmatlayman, hammasi yaxshi ko'raman. Menga tashkilotlarning o'ligi ya o'zi yo'q, hammasi o'xshash. Biroq tashkilotlarimiz bu masalada o'zini bir silkilasa, hamma tashkilotlarimiz o'zini bir silkilasa, xalqaro vaziyat yo'l qo'ygan doira degan gapni tashkilotsa. Men shuni umid qilaman. Bu nihoyat bir muhim gapkan. Buningga sizlarcha xalqaro, ya'ni buning bir qancha qitimliq suhbatda biz boshqa, masalan, Erkin Akram afandim deymiz, undan boshqa siyosiy liderlarga nima uchun biz davomli xalqaroning gapi bo'yicha mangimiz ancha-muncha o'zimizning fikrini, ya'ni bir qo'l qattiq, bir qo'l yumshoq degan gaplarmi bor, boshqalar yaxshi qo'llanadi bu ishni. Xalqaroga biz tezlikni so'yadigan bir millat ekanligimizni har qanday bir shaklda to'g'ri bir usulda Sharq Turkistonning mustaqillik uchun izlanayotganligimizni, ammo agar xalqaro bizning bunda yo'qolib ketishimiz qarab turaveradigan bo'lsa, qurolli harakat qiladiganligimizni nima uchun taklif qilish emas, majburlamaymiz xalqaroga buni majburlab Uyg'ur xalqining qurolli harakat qiladiganligini e'lon qilmaymiz deyishgan degan bo'ldik, ammo tashkilotlar buni asl degandek pek jiddiy qarayolmagan bo'lishi mumkin. Gap hozir buni mishadi. Biz qurolli inqilob masalasini men umid qilaman bizning barliq tashkilotlarimiz qurolli inqilob masalasini o'zining kun tartibiga olib kelish kerak. Kun tartibga olib kelib, kun tartibga olib kelish degan sen darallam qurolli kurashni madar qil degan emas. Hech bo'lmasa qurolli kurash qilish ideyasi bilan oldi bilan bizning tashkilot rahbarlarimiz o'zlari mushu ko'z qarash kelish kerak. Chunki sizlar xalqni yetaklayotgan odamlar. Xalq sizlarga ergashyotdi. Sizlar avval o'zinglar Sharq Turkiston qurolli inqilobsiz mustaqil bo'lmaydi degan
ideyaga avval özüňler kelingler. Hazırgıdek müştak ya pişik emas, ya ham emas, ya ölük emas, ya tirik emas adatını saklap tursak, bizning ahvolimiz zat xatarli. Bizning ko'p vaqtimizni qolmadi Uyg'ur xalqining. Eni qaytib qo'yay. Ko'p vaqtimiz qolmadi. Xitoyning hozirgi vatandagi 40-yilda bizning ko'p vaqtimiz qolmadi. Buning sir qalsak bo'lmaydi. Men tashkilot rahbarlaridan o'tib so'rayman buni. Qurolli kurash masalasini kun tartibga kelishni. Bunun Slavay bir qata özlerinki planlarını oturup koygan bolla. Bununki elbette Kurallık Komitet, Tayarlık Komitetinin kurulganlığını ve ma'lum devletke kurulganlığını dep ötep kettiler. Bunun da Xitayning besimi qanchalik bo'ldi bununla? Yani Xitay bununla bir ifade bildirdimi, hem de ifade bildirem diye. Xitoy tek ifade bildirmedi. Xitoy baribir ifade bildirdi. Xitoy qanday ifade bildirdi? O bizning ko'z oldimizda turdi. Terroristlar, Sharq Turkiston terrorchilar degan gapni. Boshqa hech nima demadi. Biroq biz o'zimizning terrorchilar emasligimizni baribir isbotlaymiz. Biz terrorchi emas. Uyg'ur xalqi terrorchi bo'lmagan umrda ham terrorchi emas. Biz qurolli kurash degan so'zni qo'qab o'tagansida Xitoy texmi bizni terrorchilikda ayblayverdi. Çünkü biz özümüzü sapkın hazır Xitoyga tutqizib qo'ydik. Xitoy mana hozir shunchalik apchillik bilan Uyg'ur xalqining butun chet eldagi faoliyatini hammasini kishilik yo'qolib ko'rishiga bog'layapti. Buni chiqolmayapmiz. Qat'iy chiqolmayapmiz. Men bir masalani qo'yib qo'yay. Mana Gollandiyada Uyg'ur tashkiloti bormi degan bor. Gollandiya podshohlik mamlakat, to'g'rimi? Shunday. Cumhuriyet emas, podshohlik mamlakat. Podshoh biroq simvol xarakterda. Bu yerda parlamentda hukumat asosiy ishni olib keladi. Shunday qilaymi? Shunday. Endi men boshqalarni demay, Gollandiyadagi Uyg'ur tashkiloti Sharq Turkiston Cumhuriyeti Xitoy tarafidan besib olingan zimin deb shu Gollandiyadagi bir partiyaga ya bir material yo'llab baqdimi? Biz men hayron qoldim. Mening xabarimda undaq bir material yo'llanib baqmadi. Yani bu mesele to'g'risida. Gollandiyada emas, butun dunyo bo'yicha biz o'zimizning ziminini, Sharq Turkistonni besib olingan zimin deb hammamiz shunday deymiz. Xitoy tarafidan besib olingan deyapmiz. Biz bunu mush ko'z qarashimizni bizning tashkilotlarimiz dunyodagi hamma davlatlarda e'tirof qilish kerak. Mana mustaqil inqilobning birinchi qadami mana shu. Mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, bir davlatning parlamenti. Chunki 3-4 partiya bor. Har qanday bir parlamentda 2 partiya, 3 partiya, 4 partiya bor. Bir partiya aşmasını qo'yib, ikkinchi partiya qo'yib, bir parlamentda Sharq Turkiston Xitoy tarafidan beshilingan mamlakat degan gap aş parlamentdan bir muzokarasiga tushsin. Qo'y parlamentda qaror chiqarsin demaymiz. Bir muzokarasiga tushgan kuni Sharq Turkiston qurolli Sharq Turkiston inqilobi mustaqillik bilan boshlangan bo'ldi. Buni birinchi qadam mana shu. Bizning hozir bir tashkilotimiz ya Amerikadagi, ya Yevropadagi tashkilotlar, ya Turkiyadagi, ya Avstraliyadagi bir tashkilotmi Sharq Turkiston Xitoy tarafidan beshilingan zimin degan masalani rasmiy doklad tayyorlab, qachon jumhuriyat qurilgan, qanday qurilgan, qaysi jumhuriyat qachon qurilgan, Xitoy qachon manda tarixi bilan chiroq rattab, ingliz tilida ya qaysi mamlakat bo'lsa shu davlatning tilida shu davlatning parlamentida sunib baqmadi. Mana biz qiladigan ish mana shu. Mushunda agar bir mamlakatning parlamenti Sharq Turkiston beshilingan davlat degan e'tirof qilib, bu shaxs bizga bir qaror chiqarib bersa, bizning 100 qatimliq namoyishimizdan cho'ng ish bo'ladi. Nimishqa 100 qatimliq namoyish cho'ng gap bizning mustaqillik inqilobimizga yo'lni ichidi. Chunki hozir hech qaysi davlat bizning Sharq Turkistonni beshilingan zimin deb e'tirof qilmayotdi. Tibetga o'xshamaydi bizning ishimiz.
Tibet besimli zeminde bir taraf kılınan yer. Bizim okşamaydı. Bunu birinci kadem bunu müstakil inqilabının. Onun da buruk faaliyetinin hamısı hukuk görüşü. Eğer muşi meselede bizim vatandaşlarımız bizim mao faaliyetimiz müstakillik görüşü deyse şu göz karşı oturup koyup bas buldu. Ben onun düşünce versen buldu. Neyim için? Bu oylap bakayla. Biz imza toplavatımız. Dualık verivatımız. Dualık nimdep verivatımız. Kişilik hukuk kategoriyası verivatımız. İmzanın nimdep toplavatımız. Kişilik hukuk kategoriyası toplavatımız. Namayış nimdep kılavatımız. Kişilik hukuk kategoriyası kılavatımız. Bunun hiç kayısı müstakil inqilab kategoriyası kirmeyin. Halk bu işin düşünüş gerek. Teşkilat rahbarları bana bu işin düşünüş gerek. Bu pek mühim narsa. İnqilab kılavatımız. Ötkende tas kaldı birisi. Müstakil devletimiz kurulgan az kaldı. Amerika parlamenti Uygur'un nemesi yangradı dedi. İstiklal marşı yangradı dedi. Şunda hayacanlı millet biz. Bazı vaktlarda ben bu işini tekitlep koyayım. Vatandaşlarım yaşla, ümitsizlerde ben bu milli armiya kuruş meselesinde, bu meselelerde elbette kuruk yerden çıkarıp yapmakta yerim yok. Bizim Afganistan uruş seferinde, Irak uruş seferinde, Suriye uruş seferinde çınıkkan, bütün Kur'an tutan, işiteleydiğen ne kim olağan cansılarımız var. Fakat şulan teşkiller şulağa resmi bir armiya kırıp şulan uruş tayarlaşlan bu bizim çok bir talep kılmaydı. Fakat iktisadımızdan yer verse iktisadı toplu alsak şulağa kural yarak, oktora harbi forma harbi meşk ettiğen hıracı muşlarını biz toplu alsak bizim armiyamız ait tez arda varlık şimdi. Halkımızda işkence buluş gerek. Buna hazır nurgun bana bu Afganistan'ın bir telefon kıldı. Suriye'de mi kıldı? Cık adamla kaçan iş başlayımız yengem yaman cık anlap gitti. Ben bu şu mesle oturup koygan dikin elbet bir yollarını içiş için bir devletler bir doğru geliyordu. Devletler bilen mağduk bırak hem seferimiz oңuштuk oldu diyemeyimiz. Bırak oңuштuk olgan seferlerim heli var. Bizim bu yoldan anca bek narazı emas ki yaxşı boldu. Xudoga yüzüme şükür deyman. Yollar içilip atıdı. Eğer biz bu Şarkı Türkistan Kurallık İnqilab Komitesi'nin xalqaro munosabatda bölümünü kurup aşağı yaxşı bölümlük ballardı bir 5-6 etkilense diplomatiyanı düşündüğün, özünü toktatkan, ne çıkıltını bildiğin, hazırki zamanının vaziyetini düşündüğün bizde muş ballarını yolmanız arkalı biz bu yolları açalayımız, kılalayımız. Kılamadık işimiz yok. Fakat bir cüret kılamdık kılmamda. Bir niyet, bir maksat kiramdık kılmamda. Tek bir şeydi. Bu çıksak bunu kılalayımız. Sizin teşkilatla sizge yardım kılamdı bu şekilde sizin hizmetlerini kullandı. O teşkilatlar bilen değişip baklamayan bu meseleni. Ben teşkilatlardan değişmedim, bırak ben teşkilatlarının kuruluşunu ümit kılıma. Halkımız yaman eğri ahval turup kaldı. Bizge hazır bir-birimizge taptanı kıldıgan, sen müstakilçi, sen avtonomiyacı, sen kişi kokuşu deydigan vakt emas. Emas bunda vakt emas. Bizge bir muştumdek tügüldüğe vakit hazır. Ben şunu ümit kılıma. Bir muştumdek tügüldüğe vakit. Bizge başka yapmak lazım yok. Bütün dünyadaki çetel yaşatkan bütün Uygur bir muştumdek tügülüp Xitayning kapıqını yardıgan vakit. Muşun düşüneyle muşune. Bir kardeşimiz yazıptı. Xalqaro siyasetga moslashib turib Turkistonni ozod qilamiz, qurolli harakat qilsak terrorchi bo'lib qolamiz deb qurolli harakatni chetga qilayotganlarga nima so'zingiz bor debdi. Men ularni shu mushundaq masalada terror
bo'lib qolamiz deb qo'rqayotganlardan shularga o'zim bir savol qo'yay. Biz shu qo'rqib yurib terrorchi bo'lmadikmi, terrorchi atalmadikmi? Xitoy bizga qo'rqib yursang terrorchi degan nomni chaplamadimi? Sharq Turkiston terrorchisi deb Xitoy qancha deb chaldi? Biz hech qanday qo'limiz qurol olmay turib Sharq Turkiston terrorchisi bo'lib ketdik. Endi bu mana ba'zi ishlar men hayron qoldim. To'g'ri, salmoq bo'layli, eg'ir besiq bo'layli. Biroq eg'ir besiqning salmoqning cheki bor. Biz 70 yil dunyoning ko'ziga qaradik. Yana 10 yil qarasak, men yaqinda bir nimada ko'rib yomon bo'lib ketdimiz ham. Mana Amerikadagi Nurmamat Musabay inimiz Erkin Asiya Radiosu'nun 8. 16. gündeki bir haberini yollab qo'yapti o'zining betiga Facebook'ta. Bir Amerikalik bir mutaxassisniki millatlar to'ylishi nimasidiki debdi. Millatlar to'ylishidagi Uyg'urlarning muhabbati degan bir Erkin Asiyada bor bu xabar ko'rib baqsana bo'ldi. Shuningda shu Nuriy Musabay yozib qo'yapti. 2029 yılı bağında deb ahir sözünü diyemey çekip qo'yapti. Biz bu ahvalimiz bunu mushunchalik derecede sonsuzlagan kız ayollarımız hazır Xitoyning ayoli bo'lib ketdi. Mushuning hammasiga ko'zimizni chekchaytib qarab turyapmiz biz hozir. Necha milyon odamlarimiz lag'ir ketdi. Men bundan bir deb qo'yay, 2009 yili 5-yil vaqas bo'lgan vaqtida minglagan, 10 minglagan odamlarimiz turmalarga kirdi, etib tashlandi, yo'q qilib o'tildi. Biz namoyish qildik. 5-yilning 1 yilini xotirlab namoyish qildik, 2 yilini xotirlab namoyish qildik. Bu yil 10 yilini xotirlab namoyish qildik. 10 yilini xotirlab namoyish qilgan vaqtimizda Xitoy millionlab Uyg'urlarni kameraga tiqlayotgan vaqtda to'g'ri keldi. Bizning qilgan ishlarimiz Xitoyga kichkina bo'lsa bir tahdid shakllantiramiz. Qilyapmiz, uni qilyapmiz, buni qilyapmiz. Birinchi ish biz Xitoy tahdid shakllantira oladigan holatga kelishimiz kerak. Xitoy bizdan tahdid his qilgan vaqtda qo'lini tortadi. Men bu savolni so'ramoqchi edim, masalan, bizning hozir imzo to'plash deymiz, namoyish qilish deymiz, undan boshqa video ishlab, tashviqot asoslarida xizmatlar bo'lyapti. Buning Xitoyga bo'lgan tahdid qanchalik endi? Xalqaro siyosatda, xalqaroda yaxshi bir nimani qo'lga keltirayotgan bo'lsakmi, Xitoyga bo'lgan ta'sir qanchalik bo'ladi? Xitoyga azroq besim asliq qildi. Tahdid asliq qiladi. To'g'ri. Bu shu ishlarimizning nimasida xalqaro jamiyat huquqda bu jihatda azroq qilib Xitoyga azroq besim paydo bo'ldi. Shuning bilan bir ikki qatim bizning Sharq Turkiston haqida aqtashlik kitob e'lon qildi. Xitoy. Biroq bu Xitoyning ko'zi bo'yamchilik. Xitoy vaqtda ushlayotdi hozir bizni, vaqtda. Biz men aytay, abiyam so'rgan shu imzo to'plash, guvohlik berish, namoyish. Mushlarning hech qaysi Xitoyga tahdid paydo qilolmadi. Agar tahdid paydo qila olgan bo'lsa, Xitoy qo'lini tortadi vatandoshlar. Milyon odamlarimizni Xitoyda turmalarga ketdi. Necha milyon, yaqinda bir material ko'rdim, 4 milyon 700 qancha ming. Xitoyning lagerlari qamalganlar. Endi o'ylab boqaylik, ish yana bir 10 yil davom qilsa, dunyoda Uyg'ur degan millat tugaydi. Yana qaytib ketamiz. Endi chet ellarda qolganlarimiz hammamiz o'zimiz yashayotgan joylarda sinab ketamiz. Mana men bunday qilay.
Yakında bizim bir alımımız, Qari Barat diyen Amerikalı bir alımımız, Uygur arallarını kuruş meselesi hakkında bir söz dedi. Bir nime koydu. Bu için nurgun adamların kolu çıkıyor işte. Uygur mahallelerin kuruş hakkında da üyel bir adı yasicilik bu işini kılıçta oldu. Bu 80 yılın içinde Uygurlar yok olup gitti o da. Söz dedi. 80 yıl içinde biz setyapı yaşamdı o. He? Kandak gap bu. He? Bu nimo degende ben sen kopalarak türden kendirip koyayım. Vatanның mustaqilligini ümidini üzgen ziyalilarning chet ellarda Uygur degan nomni saqlab qolish yo'lida tirishchanlik. İşte baha beradi. Buni sizlarning Gollandiyada. Sizlarning Gollandiyadagi Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyatida Gollandiyadan yasitib oldi. 300 ming yevroga. To'g'rimi? To'g'ri. Siz umrvaqt Gollandiyada yashab qolmoqchimi? Vatan kelishni xiyol qilmamsizlar. Gollandiyada yasitib nima ish qilmoqchisizlar? Ha? Bu şunu oylamadыңlarmı? Biz müşahede yasitilip müşahede Gollandiya yaşap kalamdı. Toğra asayış yakıştırmış yaşavatsa Avrupa'daki uygulanmış yakışı. Bunun bu işi yakışızlık mesqili vatte uygulandı. Vatten basakın bunu yakıştırmış yaşayamayımız dediğin bir göz karayış bilen namayış çıkıp koydu. Bir yılda bir 4-5 kıtın namayışka kağa vaxtıda hatırlayacağım baktık yaşavatı. Ben bularning o yaşlığına birim demeymen. Bırak vatanni unutib qolmaylik. Yani bu yerda men bir gapni qistirib qo'ysam, hozir masalan biz bir avlod bolalarni tarbiyaladik. Shu yerda masalan kelgandan keyin mishada 7-8 yosh vaqtida kelgan yoki mishada tug'ilib o'sgan bolalarninki hozir ro'yolti qarasak ne vatan davosi ne qurolli harakat ne Sharq Turkiston deydigan bir narsani shaxsan men bir shu bolalarning o'qituvchisi bo'lish suhbatim bilan men ko'rmadim. Bu bizdagi tarbiyalashninki nimasi bo'lishi mumkin, ammo chet elda shuni his qildimki, chet elda tug'ilgan bolalarda u vatan muhabbati deydigan narsa asosan u bo'lmaydi ekan. Nerede tug'ilsa vatani shu bo'ldi ekan. Biz shuni his qildik. Siz degandek agar biz chet elda yashab qolmasak vatanni unutib ketish ehtimolimiz bolalarimizningki %90%. Asosiy. 2016 yılı bu sualını bana Abdullah Yalqın inimiz bergen. Şunda boğatıda biz 3-4 avlatqa barganda nima bo'lib ketamiz deb shu savolni berganda men shu vaqt shunda javob berdim. Biz agar hozirgi shu yo'lni mansaq Uyg'ur yo'qolib ketadi. Chet Uyg'ur hech qachon saqlanib qolmaydi. Amerikadagilar Amerikaga singib ketadi, Yevropaga singib ketadi, Turkiyadagilar Turkiya singib ketadi, O'rta Osiyoga singib ketadi. Uyg'ur degan millat yo'qaydi. 50 yilga bormay turib yo'qaydi. Bizning vatanimiz Xitoyning jamiyatiga aylandi. Asmila bo'lib ketishimiz mumkin. Chunki bu hozirgi ikkinchi avlod Yevropadagilar uchun aytganda ikkinchi avlodda. 3-avlod men bu 4-avlod men bo'ladi. Bana o'ylash kerakda. Uyga sen ming Qur'on kurs quramsan, ming Uyg'urcha tilk sinib aytamsan, nima qilsan? Har qanday saqlab qolmaysan. Millat asma sababsiz. Çünkü vatandan ayrıldı. Mesela Türkiye'de okuyatkan Kur'an kursidagi balla olsun, meyli Türkiye'de yaşayatkan Uygurlarning ballari çoğun oldu değil. Şu Şarkı Türkistan degen vatanni söyleyemdi, söyleyemdi. Yok. Çünkü o Şarkı Türkistan'ın nimeligini, Şarkı Türkistan'ın topraklarını, Şarkı Türkistan'daki biz sezgen güzellikni, Şarkı Türkistan'daki olan bir mihri muhabbet buladı yok. Buladı bu ikinci dünyada yok buladı. Şunun için ular sınıp gidiyor. Bu pek xatarlik ahvalda bizim işimiz. Ben bir onu qo'rqitayotganim yo'q. Elbette. Bu fikirlerini ben %100 qo'llayman, çünkü ben 2000'dan tatip ishkirda kichik bolalarni o'qitishdan tatip hozirgacha jamiyada Türklarning bolalarini, Uyg'urlarning bolalarini o'qitib kelib o'tiraman. Hozirgacha hesabda 19 yil bo'ldi bolalar bilan aytishib o'tqili.
Balalar nerede tug'ilsa vatani shu yer bo'ldi ekan. Bizning balalarimizni Sharqi Turkistonni yaxshi ko'ranglar, Sharqi Turkiston ozodlik uchun kurash qilinglar, milliy armiyaga qaytilinglar deyishimiz nisbati nihoyat tuvan. Yok diyelim. Buni O'rta Osiyoda, Turkistonda ko'ramiz. Hazır Avrupa'da, hazır yaş balla, hazır şu 45'in tüvendeki, 20 yaşın yukarıdaki 45'in tüvendekiler, hazır Şarkı Türkistan armiyası kurması hazır mağdu bula, mağalaydı. Çünkü ular vatan çıkan, vatan muhabbeti bağlanan yürüyüyor. Ular mağalaydı. Ulanın balları gelgende mağamaydı. Ballar gelgende mağamaydı. Çünkü o ballarda şu çetelde toğuldu, Avrupa toğuldu, Amerika toğuldu, Türkiye toğuldu. Vatan muhabbeti yok. Ben bu işte ahvalda biz. Netçimin yıllık bir medeniyet var, millet yok, kapı çıkartır. Şunu oylayla. Sizning demak jo'g'alları sal konkret aytgan vaqtida Gollandiyada, Shvetsiyada, Norvegiyada yerlar setilib Demakki sizlar chet elda yashab qolmoqchimi savoli. Undan keyin nima uchun bu setilayotgan pulni Sharq Turkiston ozodlik milliy armiyasi yoki Sharq Turkiston mustaqillik uchun qurolli harakat qildigan va yoki Sharq Turkiston mustaqillik tashkilotlariga rasmiy sanmaymiz demoqchimisizlar? Bunday bir fikr bormi? Doğru. Şu iqtisodni biz milliy armiyamizni qurib, şu milliy armiyamizning jangchilariga sarf etsak, men hamma odamni qo'lini qurol tutman demayman. Albatta, qurol tutib mangdiganlar bo'ladi, ularga iqtisodiy yordam qilganlar bo'ladi, aqsab ta'minot bo'ladi, uni tashviq qilganlar bo'ladi. Bu manda bo'ladi. Biroq endi hozir chet eldan yasitib olib qilayotganlar qandoq tushunish kerakmi shuni? Yani bu chet eldan yasitib olgan shu tashkilotlar, shu organlar vatan ketish o'yanlar bormi? Vatan mustaqilligini o'ylaysizlar? Vatan mustaqillik uchun bir ish qilaylik degan o'y bormi? O'zinglardan so'rab qo'yganmish gap. Balkim o qarindoshlarimizni o'ziga loyiq shaklda bir javoblar bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerdagi bolalar qanday qildi? Bularni o'qitmasligimiz kerakmi? Bu yerda yerimizni talad etishimiz kerakmi deyish mumkin. Ammo gapning rostini aytsak, mening qalbimdan chiqqan so'z u ya'maq oson. Ammo qurolli harakatga dasmi solmoq ta'sir. Bunda o'ylasam bo'ladimi degan. Biz o'zimizning armiyasini qurishga mablag' sololmaymiz. O'zimizning vatanimizga uchun qon to'kadigan jamiyatga mablag' sololmaymiz. Qanday yerga mablag' sola olamiz? Masalan, shu pul to'plashga men uzun mezgil qatnashdim. 2 yil to'xtamay pul to'pladik. Bek ta'sir emas ekan, shu mashinaga o'tirdik ekanmiz, masjidga bordik ekanmiz, dasturxonni soldik ekanmiz. Berdik ekan. Shunday ish ekan u. Ammo milliy armiya, qurolli harakat, qurol setib olish, davlatlarga Sharq Turkistonniki besilgan zimin ekanlik to'g'risida doklad sunish yoki davlat istixboroti, ular bilan qurolli masala, jang, qurolli harakat to'g'risida so'zlashish u nafsimizga va yoki qilayotgan ishimizga biroz og'ir keldi ekan. Buni nurg'un banolar ko'rsatilishi mumkin, unda asosishmadi hukumatlar bilan deyishdi. Amaliyotda bek ta'sir emas. Hukumatlar. Gap shunga jur'at qilishda. Shunga jur'at qilib menishda. Gap. Bizning tashkilotlarimiz mana shu masalada agar yuragingda vatanning muhabbati bo'lsa, vatanning mehri bo'lsa, mening kindiqqanim to'kilgan zimin bu deydigan bir ong bo'lsa, pul to'plash, iqtisod to'plash qiyin ish emas. Gap mana shu. Uning ustiga bizning xalqimiz bu yerda yana bir bilan ta'kidlab qo'yay. 20 necha yildan beri undaq deb turib. Malik masalan men sizga beray hozir. Nurg'un. Men sizga beray. Bir qarindishimiz telefon qilibdi ekan, naq maydonga telefon qilibdi, men ovozini anglab boqilay. Va alaykum assalom.
Avazınız bak. Naq meydan kurup atamsiz. Nefreden vuruşum. Bo'ldi, avazlar yaxshi chiqyapti, so'zingizni qilsangiz bo'ladi. Ben hazır masallıkta nimeni kırak kanalına. Şimdi konular hoş oldu. Bak yaxşı bir program olaptı bu. Hazır programda yasaçlık kılganlar rahmet ama hakkımızga salımını etkizip koyuşlar. Yani böyle şu hakkımızın ki armaya kuruş doğrusu ait pek yaxşı fikir olaptı. Bolsa bizden ki şu çeteldeki yaşlanan ki köp san kısmının o işte kuvvetten nazır fikri köpündü. Maşının kartta maşında bir ipekçe yaxşı adamlar bu sözümüzge kumanda kılıp bir inşallah bir ormaya kursa diyen ümitte kollaş kuvvetleş sütede telefon kılıştım bana. Allah razı olsun. Başka sözler var mı yine? İnşallah eğer aslında bulap kalsam ben sizle gibi 3-4 ayını aldı da bir telefon kılga vaktimde maşa Ramazan'dan burun degen o gapni. Hoş. Bütün dünyadaki kardeşlerimiz maşa Ramazan'da sakat pulusunu iktisadi her ayda tapkan pulusunun her aydaki bölgünesini vatanimizin müstakillik için maşa iktisat toplap maşa İslami bir hareket yaki ayda armiya kuruşku kırk kısmını işletişerkilik bir dünyanın dikkatini tartıp bir özümüzden terörist emez belki vatanımızın kudaş oldu bir mesela küçük kıyvatkanlıkımızda paylaş doğrusundan bir fikir kılgandan ben bana 100% kollayma inşallah eğer mesela armiya kurulup kalsa ben bu Türkiye'nin telefon kılvatımın her ayda işleyen pulumdan ki 10 günlükünü özlem kayılsamız 20 günlükünü inşallah devletimizin müstakillik için armiyaga kayılışını inşallah çınkanlardan arzu kılıp dağıttım ama gapni. Eğer başında bulap kalsa bütün dünyadaki kardeşlerimiz her ayda meyle 1 euro tapalığını 1 euro her ayda 10 euro tapkını Avrupa'daki euro taşlısın Türkiye'deki lira taşlayımız dünyanın arkası yerlerinin iktisat toplaşkı inşallah ben küçük kalsak buludu maaştı. Allah razı olsun. Çünkü vatanımızdaki bu zulümle altın Uhud'daki altın satılışka doğru gelse şu zulümle kötü vatkanı şolsa canımızla kanımızla inşallah. Biz her kanda kumandan çıksa kendi septi destek olup mağımız Allah kalsa. Allah razı olsun. Rahmet kardeşim. Rahmet muşunda kollaydigan qarindoshlar bo'lsa inşallah kelgusida cho'qim bu ishlar ro'yobga chiqadi deb o'ylayman. İnşallah. Bolsa maşında akımızdaki cesareti var. Yaxşı maşı nerede yaşayan bolsun bir ali rehberge biz muhtaç. Dişede gap qilib ichida tasdiq etgan tashkilotlar emas balki haqiqiy sadoqat bilan vatan uchun kurash qiladigan mashina aql bo'lsa biz o'zimizga qo'mondon saylab keyin destak olib o'tqa chesakmi mayli suvga chesakmi mayli vatanimizni qutqizgandan ummatni qutqizgan islom ummatini qutqizgandan ishi bo'lsa sing'illarimizning sharafini qo'llaydigandan ish bo'lib qolsa inshaalloh jinimiz pida alloh xohlasa. Allah razı olsun. Rahmet çıkan rahmet. Ben başı dünyadaki barlık kardeşlerim şunu demekçi hazır kanaatlik nefesatlarını bütün kendimizge taşıyıp deyip eğer bizge salih kumandan peyda olsa Allah'ın izniyle katlı kuvvetler meyle yakında yağmurda işligen olsun meyle nerede olsun maç saatten tatip öndüme Ramazan'da esletip demekçiydim bu gepne meyle ihtiyaç süperden diyemek kalgan Maşo, her aylık pulumuzdan meyle Amerika'da işleyen olsa 100 dolara işlese bir günde. Her ayının bir günde taşlısın bundaki vatan için. Bizde küllük işleydiğen mehmetkarçıl olsak mı, küllükümüzden en yaxşı işleyen bir günüsünü vatanımız için taşlayalım. Muşunda kalsak inşallah bir ayda neçe milyon dolar düşüp közem yetidi o. Muşunda bir yıl yolap kalsak 10 milyon, 20 milyon dolar pulumuz bulap kalsa biz dünyanın arkası yerli kargırıktın bozumu kural setuldu alayımız inşallah. Rahmet çıkan. Karı görü kelmeyi. Başkalarının kolun kalap kalgan,
Masalanki boshqalarning qo'li qalab qolgan qarindoshlarimizni tortib chiqib o'zimizning to'g'ri yo'limizga silish imkoniyati bo'lmish iqtisod bo'lsa. Hozir biz qarindoshlarimizni yordam qilmaymiz, ular boshqalarning yemakligiga muhtoj bo'lib boshqa yerda xizmat qiladi, ularni biz siliqqa kamsitib sat ko'rib o'zimizning xalqimizga o'zimiz nimqib ketdiqcha yomon ko'rsatib. Amaliyot iqtisod bo'lsa boshqalarning qo'li qalab qolgan qarindoshlarimizni jaddigar qarindoshlarimizni yanimizga tortib kelib yutib Başına yedip hizmetini kılıp başlarını şu bizim vatanımızda görüşeki sarsak inşallah mağdur da oylayman. Çünkü biz bundan her kanda dünyadaki barlık kardeşlerime demek çoğunun bundan iktisat toplayla vicdanımızla, imanımızla, İslami ahlakımızla vatanımız için vatandaki 35 milyon halkımız için iktisat toplayla. Biz yesek kuskumuz toydu. Öbürünüye çıkıvatımız, tuvalette çıkıvatımız tükeydi. Ama bir günlük her aydaki bir günlük pulunu çıkargan biz kambag'al olarak ketmemiz. Hazır mı kırayatkan günümüz yetip aşağı anda. Bundaki muş kardeşlerim daydıgının meyle küllük işleydiğen kundan da mesela dilde bugün turluk işleyen olsun. Meyle işhalde kompüterinin altı dolar yavruğu maaş işleyen olsun. Her ayda bir günlük pulusuna taşlısın. İnşallah ben bu canlı ilkimde bulutken ben taşlayayım, ben sizlere 3 aydan 4 aydan aldırdım, şöyle gap sözüne dige istedi bana ki ben başka bir numara dige ama numara emez. Ama ben hazır manika güzel şunda belki hoş olarak dedim. Vatanımızdaki boğan zulümünü ettirsek mememiz bilimiz. Şu vatandaki kardeşlerimizle, adalarımızla, ailelerimize ilgi çıkmaz. Tekemiz inşallah bu azrak bedel töleştin kaçmayla kardeşler. Hiç kazımız kaçmayla. Bu pul degan tepildi. O'lakka go tepildi, och qolgan non tepildi. Ammo vatanni tortqizib qo'yish eng nomussizlik, eng bichorlikka biz his qildik chetalga chiqib. Mushu vatanimizni olmaytib bizga oltin topsaqmi bizga qat'iy singmayotgan ben his qildim. Men inshaalloh mushu bollimni da'vat qilyapman. Bollim vatan uchun ishlayli bir kun bo'lsinmi deb Macı ballayım bile işlevatımız inşallah çalış kılatımız. Lakin ben başa 6 ay ne at yardım kergen arzu vatan için her ayda bir günlük pul taşlaş. Bu şunda akıllı özümüzde güçlendirmesek bulmaydı. Necmi'den şeref diyen kardeşimiz mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne koyuşumuzda Dalai Lama'nın uygulanımızda siz kimlerini ötkende selam programıdır. Ben intihar kaylı oldum. Bir aşı Budistçilik bulanmaktımız biz Müslüman bulattık. Ben bu Müslüman kardeşlerim şunu demekçi. Bundaki pul tepanla, vicdanla tepanla, imanla tepanla, bize onu sokmanla. Allah razı olsun kardeşim. Ve pul tepanla. Allah razı olsun. Biraz deyinki ben bu Tibet meselesi doğrusu mu jurnalist Azat Kasım hakimizden doğruluk sorayım. Rahmet sizge hamsa. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Allah'a emanet olsun. Kardeşimizden Allah razı olsun. Vakti münasebet olan sözünü ben kıskarak kestim. Bir yerde kardeşimizin sözünden bir narsa his kıldım ki nima uchun bizden kumandan çıkmaydı Azatga? Kumandan çıkmaydı demez. Hı. Kumandanlar var. Kumandan var mı? Ama keyni Ben çıksa bana olaktı. yeter. Eğer Şarkı Türkistan Milli Armiyası'nın kumandalık ştabını kursak, şu kumandalık ştabı kirip resmi armiyani tizimlaş kuşuduğun 10 neç kumandanını ben bilmem. Şunda şu Suriye uruşlarda, Afganistan uruşlarda cık ştab kumandalıktan ballı bak. Bırak ben olan aşkarısam bulmaydı. Onun ismi Türkiye'de 3. ayda bizning bir yaxshi kumandan balımız ölüp gitti. Kasbe ölüp gitti. G'ayrat qilsin bo'riydigan bir bola bitti. Shunaq. Bu Xitoy tilida o'qigan, menga o'qigan bola. Yaxshi kumandan bolasi. O kardeşimizin ölüp ketiş sebebini ben bu biraz nim qilib baktım ama taze umumiy cevap erişemedim. Onu kichikgina deb berishga bo'ladimi? Yani Qashinib ketdi, tomoqni qashinib ketdi. Tomoqqa qo'shib yani kimning qo'li bor buningda? Xitoyning qo'li bor. Xitoyning qo'li. Xitoy namoyish qilgan odamni o'ldirmaydi, men aytib qo'yay. Shuar to'liq odamni o'ldirmaydi, imzo to'liq odamni o'ldirmaydi, guvohlik qilgan odamni o'ldirmaydi. Qo'lida qurol to'q odamni o'ldirdi. Chunki Xitoy tahdid shakllantirgani qo'lida qurol to'q odam. Men shuning uchun o'zimizning mujohidlarga til tekizmanglar dedim shu.
Ular bizning boyligimiz. 35 milyon xalqning boyligi bizning shu qo'lda qurib turgan jangchilarimiz. Kelgisi milliy armiya shulardan quriladi. Ular turtakmanglar. Vatanga o'q atmadan, anda qilmadan demanglar. Fursat kelgan ular vatanga o'q atidi. Xitoy o'qini atidi. Hozir ular unda demanglar ularning sharoit shu mezni o'qitib yurayotgan shu mujohidlarimizni qo'g'dayli. Ular turtakmayli. Xitoyga bir pay o'q atmadan Xitoyning bunni qanatmadan yerni qilmanglar. Ular vaqti kelganda baribir bu yo'lga mangadi. Ular bizning boyligimiz. Bunun birincisi bo'lmaydi. Men shuni yana bir qatim deb qo'yay. Mujohidlarimiz tiltakizmanglar. O'tnib so'rayman vatandoshlarimiz. Ular bizning boyligimiz, xalqimizning boyligi ular. Niyat ikkalani bir qarindishimizning savolini nimasini inkosini chiqarib qo'ydim. Sharq Turkiston Islom partiyasining hayoti kuchini saqlab qolish uchun darhol Sharq Turkiston milliy armiya ozodlik debdi. Milliy armiyasiga o'zgartish kerak debdi. Buni qanday qarayman? Buni biz ular bilan so'zlashib qilamiz. Chunki ular bizning qarindoshlarimiz. Ular yat emas. Ular bizning o'zimizning vatandoshi. Ular yat ko'rsak bo'lmaydi. Xitoy yot ko'rdini biz o'zimizning vatandoshlarimiz yat ko'rmaymiz. Sharq Turkiston Islom partiyasining hammasi bizning qarindoshlarimiz. Aytib ular yat ko'rganga bo'lmaydi. Yani Afganistan'dakilerime o'xshash. O'xshash hammasi. Ular bizning qarindoshlarimiz. Talibanlarning hozirgi ko'rinishi bizga güzel bir ko'rinish bermayotdi. Hamda o Talibanlar bu yerda nurg'un masalalar bor. Talibanlar Xitoyning nimasida. Hozir Amerika mı bunun hozir yol beryapti. Chunki Talibanlarsiz bu yerda hokimiyatdan birisi chiqmaydiganligini Amerika sezdi. Shuning uchun Talibanlar yo'l qo'yyapti. Endi Xitoy bundan foydalanyapti. Qanday foydalanyapti? Xitoy bularga pul berish orqali bu yerdagi Uyg'ur bizning jangchilarimizni kontrol qilib turishga Talibanlarga pul to'layapti. Shunday ahvol. Ular baribir mayli shu yerda turib tursin, shu yerda saqlanib tursin, Qur'onni tursin. Ular baribir bizning urug'chilarimiz, bizning qarindoshlarimiz. Ular bunday qilmadan, anday qilmadan deydigan bizning haqqimiz yo'q. Biz nima ish qildik o'zimiz? Biz nima qildik? Biz vatanga biz o'zimiz ataldikmi o'qni? Men deb ularni unday deymiz. Shuning uchun ularga tiltakizmaydi. Bo'lmaydi. Ular bizning qarindoshlarimiz. Men yana deb qo'yaman, ular bizning qarindoshlarimiz. Biz ashlar bilan nurga terab birlikda jang qilamiz. Kelgisi cho'qim shular bo'ladi. Ular vatan uchun jinni aymaydiganlar. Ularga tiltakizsak bo'lmaydi. Haqoratlarga men qo'shilmayman. Shuning uchun vatandoshlar savrchan bo'laylik. Savrchan bo'laylik. Hammasini vaqti keladi. Biz avval bir-birimizga sa'ani qilmadik, menmani qilmadim deb taptani qilmay bir mushtumdek tugilaylik. Bu bizning hozirgi hayotimizda bek muhim narsa. Ben bir misalını keltirib beray. Mening bu yerda bir do'stim bor. Hindistonlik. Hindi. Bu yerda dori kelib sotadi. Hindistonning dorilari yaxshi ham arzon. Hindiston dori kelib sotadi. Men o'tgan shuni men bir paranglashib, sen bu da shu Rustam berib nim qilganda dalan sarag'i berib, ashadiki Tibetdan ahvolni men bir bilib ketmasam deb bir so'zlashgan uning bilan. O'zi bir 40 yoshga toshgan salmoq odam endi. O'zini tutib olganda. Shu berib kelib men shunday bir buni deganim bo'yicha badam deydi. Dalan badam yamanchilar ekan deydi. Berib Tibetda bilan aralashdim, do'st bo'ldim. 10 kundek turdim deydi. Hukumat nimasini, parlamentini hammasini ko'rdim, maktablarini ko'rdim deydi. Sen ishlamsa Tibetliklarning hozir shu yerda 10 ming kishilik armiyasi bor ekan dedi. Men hayron qoldim. Dalay Lama azaldan buning yo'l qo'ymagan ekan. Bu Dalay Lama yo'l qo'yib turishini bilsam, Dalay Lama yo'l qo'ymay amal yo'q ekan. Biroq ham ulamo
Dalai Lama'nın ölüşünü kütüp etipti deydi. Hı. Dalai Lama men hayat vaktında bir tal çümölігini ziyaret kılsang bolmaydı deydi ki. Hayatlıkka bularning dini boyunca dini ölpat hayatlık haşeratga hech nimaga nima qilib bo'lmaydi ekan. Biroq Dalai Lama hozir 84 yoshga keldi, 85 yoshga kelib qoldi. Shuning uchun bular hozir shuni tayyorlab qo'ydi. Hı. Buningga Hindiston hukumati yo'l qo'yaqliqchi. Jada bularning o'z armiyasini qurib qilishga yo'l qo'yaqliqchi. Bu yerda qo'mondan masalasi chiqib qoldi. Yana sizning savolga bergan javoblari Uyg'urlardan qo'mondan chiqdi, undan xotirjam bo'linglar degan bo'ldi. Bak bunda. Qo'mondan bor. Ha, yo'q narsaning undaqda. Bizde yo'q narsa ittifoqlik. Hı. Dedim-ku bir mushunday tugilamayapmiz. Undan keyin Hı. bizning aramizdagi ishonchni shunday yo'qotayotgan bir-birimizga ishonchimiz yo'q. 20 necha yildan beri unda fond, unda fond bir samanın nağız fond kurup, xalqning pullarini yig'ib, xalqni hozir fond degan ishonmaydigan holatga yetdi. Bizning qiyinchiligimiz mana bu. Biroq men ishi nima? Sharq Turkiston qurolli inqilobi uchun xalq isim saymay tashlaydi. Buning ishi nima? İnşallah. Yani Chunki inqilob vatan ketamsan, vatanni qo'lga olish kerakmi, mustaqillik kerakmi bizga? Biz boshqalarga o'xshash qaddimizni ko'tarib, mana dunyoda yashashimiz kerakmi? Unda bo'lsa badal to'laysan. Bedel to'laysan. Shuning uchun bedel to'laymiz. Qon bilan bedel to'laydiganlar bor, jon bilan bedel to'laydiganlar bor, mol bilan bedel to'laydiganlar. Biz bedel to'laymiz. Agar bedel to'lashni qaysam, bedel to'lagan kelmasa, bu vaqtda o'zim Uyg'ur demasam ham bo'ladi. Chunki Uyg'ur yo'q bo'ldi baribir. Agar hammamiz bedel to'lashni qaysak, birisi vatanni qaytarib olamiz, ikkinchi chet ellik Uyg'urlar sinib ketimiz qo'ng'isinganda. Yo'q bo'lamiz. Gap bedel to'lashni xohlamsa, xohlamamsa. Tibetliklar yana bedel to'laydi. Biz shularga bulanmayapmiz. Yani bir yerde kumandanınki gibi çıkıp kaldı. Mesela bu ittifaklaşış, bu maddi manevi meblağ toplaş meselesi de hem şu Uygur halkını az yeteklayotgan rehberler ve şu rehberlik yadrosunda qanday bo'lish kerak, bundan bir qisqacha bir to'xtalamiz. Endi men hozir tashkilotlarimiz to'g'ri birini demoqchi emas. Endi bir to'xtalib bitib ketay. Dünya Uygur Kurultayı, Amerika Uygur Birleşmesi, sürgündeki hükümet, Avrupa'daki teşkilatlar, Avustralya'daki teşkilatlar, Türkiye'deki Mağrip Cemiyeti, Katar teşkilatlar, Şarkı Türkistan Milli Meclisi kadar hemmesi yer. Teşkilatlarımız yaxşı, rehberlerimiz yaxşı, rehberler var, kabiliyetli rehberler var. Bırak ittifak. Ben bir yerde bir teklif koyayım. Bizde Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti degan bir teşkilat var. Bunu hemmimiz bilamiz. Bunu 2014-yili Enver Turani, Enver Yusuf degan balo qurgan. Amerikada qurgan. Washingtonda. Keyin bu o'zining bir ishi bilan bu o'qib ketib, buni bosh ministerlikka olib tashib etib, bosh ministri İsmail Chingiz bo'ldi, prezidenti Ahmad Egamber akamiz bo'ldi. Keyin u Ahmad Egamber akamiz bu vazifani Ahmadjon Osmonga o'tkazib berdi. Bütün mush tashkilotning bütün 15 yillik nimasida shu Ahmadjon Osmon prezident bo'lib turgan mezgilda faoliyatini yaxshi bo'lgan. Ahmadjon Osmon o'zi nihoyat faoliyatchan bo'ldi. U qurultayning faoliyatiga qatnashdi. Boshqa hamma tashkilotning faoliyatiga qatnashdi. Nima uchun?
bu ittifaqlıqni ko'zlagan. Shundoq. İttifaqlıqni ko'zlab, hamma tashkilotlar bilan qo'l tutishib bir chiqsaq degan. Shu birga kelsak deb. Oxiri bu 2008 oyda shu nimada Yaponiyaga hammasi jiqqa vaqtida bu yerga o'zidan boshqa hech kim kelmadi. Nima uchun deganda Ahmetjon hamda Mayt Aqko'mil biroq To'rashning rayimsizligini o'zini his qilolmagan. Bu aş chaqirgan tashkilotlarning hammasini bo'yni bog'lagan tashkilotlar. Iqtisodiyotda hammasi chetda boshqalarga qarab qolgan. Ular u so'ramay turib kelinmaydi Ahmetjonning chaqirig'iga kelinmaydi. Ahmetjon buni mush masalada adamni to'g'ri basamay qoldi. Oxirida undan keyin bu sürgündeki hükümetin işçideki hukuk talışışı bilen ahire ketip kaldı. Hem de hazır ben bu balına hürmetteymen vatandaki vaxtıdım o bu bala şu Gunga şehirler ekiminin yetekçisi boğan bala chet aldım o bilimlik balamdı. Ben bu balına hürmetteymen bırak bu şu Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinden men düşenmeydiğim bir yerim var. Bilgen şu fırsatın paylaşıp özleri bir akşam bunu şulan körüvatıdı, şulan adamlarım körüvatıdı. Dünyada Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinden başka yerde, başka nimede hükümet prezident yok. Yalnız şu Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinden prezidenti var. Ben bu işin düşünmeyeyim de bu kanda aslında hükümet degende baş minister buludu. Prezident devletini buludu. Bunu xuddi Türkiye'nin prezidenti Erdoğan, Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin, Amerika prezidenti Donald Trump degan o'xshash devletki buludu prezident. Hükümet prezident bulmaydı. Biroq buni sürgün hükümet debatda mı bak? Tibetlik sürgün hükümetinin prezidenti yok. Baş minister var. Bana senin Gollandiya padişahlık. Padişah degan devlet başlığı degan, prezident degan. Biroq u hükümetten çıkarlaşmaydı. Ben bu işini düşünemeyim de bular qanday bo'lib bu hükümetki prezident qo'yibag'ini endi bu nisamlik Uyg'urning ahvoli alayda degan gap chiqamiki biz hozir işte degan banamiz to'lib bo'lib ketdi-ku. Bunday bo'lganki biz Uyg'urning ahvoli alayda boshqa o'xshamaydi deb qo'yamiz. Amaliyotda bu mansab xumarlikdan bo'layotgan ishlar. Mansab yetishmay qolgan bo'lgan ishlar. Hem özleri oylab baksa buldu. Hükümetten qanday prezident qo'yib qo'ydik deganni özleri oylab baksa. Dünyada bizden başka hükümet prezident var mı yok mu? Bu Şarkı Türkistan sürgün hükümeti meselesinde ben biraz əfsuslanaman. Çünkü az iş güçlü var. Qaysıga qarash, qaysini güllendirish, qaysini tutish meselesinde bu ciddi bir parçalanıp ketken bir avval Kanada, Amerika, Türkiye qatarlıq yerdə bir qancha Türkistan hükümetli var. Onunla kirmeyli. Bulardan hem biz sizlarga qo'llash, desteklesh meselesi var mı? Ben hozircha bular bilan bu masala haqida so'zlashmadim. Nimishqa deganda sen degandek bular uchga bo'linib ketdi. Anvar Turani oyoqda o'zi bir hükümet, mayaqda G'ulam biyog'mi bir hükümet, bu Türkiye tarafta İsmail Chingiz bir hükümet. Hem bu xalqning nazaridan tushib ketdi-ku bu ish. Bu tashkilot o'zi xalqning nazaridan tushib ketdi. Endi bu tashkilotning oyog'i qanday bo'ldi, meni ko'zim yetmaydi bu ishqa. Endi bularni shaxsiy holatda tashkilotning emas, shaxsiy holatda jalb qilib bular bilan hamkorlashishga bo'ladi. Biroq bu tashkilotni bu ishlarga yiqib yo'l qilib bo'lmaydi. Başka teşkilatlar bilen sözleşti mi? Bu doğrusu. Yo'q. Endi bu
teşkilatlar bilan so'zlashishdan burun men o'tgan yili nimaga borganda, Turkiyaga borgan vaqtimda ABM biz gapini qilgan qurolli tashkilot bilan so'zlashgan. Ular shu vaqt menga degan. Aleyküm assalom, bir telefon gap qoldi. Telefon qarindishimizning ovozini anglab boqing, undan keyin davom qilsak mayli. deyman. Aleyküm assalom, ovozingiz bor qarindishim. Ustoz bu suhbatning mavzusi bo'yicha bizdagi mustaqillik armiyamizningki qachon qurilganligi yoki bo'lmasa bunun qanday sharoitlar ketadi, xavf xalq bo'lishimizdan bunun qanday tayyorlik qilishimiz kerak, siyosiy jihatdan shu mazmunni ochiqlab bir aydin bo'lib ketsa yaxshi bo'ladi. Mazmun chatnab ketib Bo'ladi. Boshqa so'zlar bormi yana? Tugdimi? Evet, Alloh evet, razı olsun. boyun birmasine oturup koydu bu bala. Bo'ldi, rahmat qarindishim. Bek yakçımasına oturup koydu. Bo'ladi. Javob o'zlarda bo'lsin. Endi Sharq Turkiston Milliy Armiyasini qurish xalqning albatta xalqning ichidan yetakchilar ABM qilaqilqi Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komiteti degandek organ qurilib, shu organ qurilgandan keyin organ Sharq Turkiston Milliy Armiyasining qo'mondonlik shtabini ta'sis qiladi. Qadam bosqich shunday bo'ladi. Birinchi qadamda Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komiteti qurildi. U qurilgandan keyin bu komitet Sharq Turkiston Qurolli Milliy Armiyasining qo'mondonlik shtabini ta'sis qildi. Qo'mondonlik shtab kelgan qo'mondonlar, qo'mondonlik shtabning odamlari. Bular uningki armiya qabul qilish. Armiyani qanday qilishni bular zakir qilib so'zlashdi. Bular yeshidi bu ishni. Chunki bular hammasi urush qo'mondonlik qilgan odamlar. ABM degan qo'mondonlar mushaga vaqt bular keladi. Qo'mondonlik shtab keladi. Bular hammasi o'z vaqtida o'zi bilan o'zi qo'mondonlik qilgan jangchilar bor. Shu jangchilarni tizimlab armiyani tashkil qildi. Qadam bosqichda buni mushtab bo'ldi. Undan keyin Sharq Turkiston Qurolli Inqilob Komiteti bu ishga hammasi kirishib olmaydi. Bu yoqda fond ta'sis qildi. Sharq Turkiston Qurolli Inqilob fondini. Bu qadam bosqichda buni mushtab bo'ldi. Endi bizning Qurolli Inqilob armiyani ta'sis qilimiz davlatimiz-ku. Bu bizning butun xalqimiz, bizning yoshlarimiz hozir tortib men Sharq Turkiston Milliy Armiyasining bir jangchisi degan ongni avvalgi konseptlar yerlar. Men Sharq Turkiston Milliy Armiyasining jangchisi da o'zini tayyorlash kerak. Bu bek muhim. Chunki sen avval ideal o'zing tayyorlab olganda Milliy Armiyaga qatnashganda darhol yurishib ketalaysan. Bo'lmasa sen majburlangan bo'lib qolsan. Shuning uchun avval o'zingning idealingda men Sharq Turkiston Milliy Armiyasining jangchisi. Men cho'qim vatanimning mustaqilligi uchun Sharq Turkiston Milliy Armiyasiga jangchi bo'laman. Qo'limdan kelishicha vatanning mustaqilligi uchun ish qilaman deydigan bir ongni avval tayyorlash kerak odam o'zida. Bu bek muhim ish. Menning bu bola bergan javobim. Yaxshi savolni o'tirib qo'ydi biroq bu bola. Qanday tayyorlab qilish kerak? Yana avval Sharq Turkiston Milliy qo'mondonlik shtabi qurilishi, undan keyin bu shtabningki va bu shtabdagi qo'mondonlarning yetakchiligida Sharq Turkiston Milliy Armiyasi Vaqt tez bo'ladi bu ish. Sharq Turkiston Qurolli Milliy Armiyaning qo'mondonlik shtabi qurilgandan keyin armiya qurish ishi nihoyat tez yuradi. Bir 2-3 oyning ichida armiya taqbilab bo'ladi. Chunki har bir qo'mondon o'zi armiya kimdan chaqirishni biladi. Bunday. Bir necha ming kishilik armiya 1-2 oyning ichida tayyor bo'ladi. Gap shuningga iqtisodni vaqtida tayyorlay olamda tayyorlamamda. Ana bu boshqa turli masala. Bu demak, sizning so'zlar qaragan vaqtida mush programmadan keyin
Agar buni qo'llaydigan bo'lib qolsa, jiddiy bir iqtisod to'plash faoliyati bo'ldi ekanda, hozirgisining Ha, gapidan to'g'ri. turibdi shuni sezyapman. Doğru. Fondlar kurup bu iqtisatını fondның bank hesabı numarı hemmisini vaktida nem kılış gerek, ratifiksiz gerek. Çünkü bir tal okuma pulu geledi. Bir tal oklar $1 oklaba. Hazır kurslar tutkan bazı oklar ki neme oklar bir tal ok $1. Onda kıymet oklaba. Elbette hazır kural yaraklar bular hemmisi burunqidek unda emas. Zamani ve hazırki uruş işletilgan şu Suriye'de, Afganistan'da işletilgan kurallar köy adam hayran kaldı. Hadi köp ilgar kurallar var. Müş nimede bir Seyit Ekrem'de bir kardeşimiz var. Ona hürmet kılma bu adamla. Daim müş WhatsApp toplarda yaxşı fikirlerini otur koydu. 6. ayda kodayım, 6. ayda bir meselini otur koydu bu. Bir Rusya'lık bir yazgıcının bir gibi vardı. V.G. Yan deydigan. Çingizхан degan roman yazgan adam. Çingizхан Batuhan Ağırkı Deniz Sefer degan roman yazgan adam. Trilogiyani. Şunun bir gepini misal qilib turib, agar qilishning dastini tutishga xohlamasan, qilishning o'tkir tig'iga duch kelsan deb turib, uyg'ularni misal qilib, biz buni hozir o'z vaqti qilishning dastisini tutishga jur'at qilolmaganimiz uchun hozir qilishning tig'iga duch kelyapmiz, Xitoy bizni qilishyapti degan mazmunda gap qildi. Yana bir qatim so'zda bizning masalamizni bir qilash avtomat hal qildi dedi. Qanday simbol? Ularning bir ozodlik fondi bor mening bilishimcha. Ular bilan yana nurg'un pul yig'ildi deb o'ylayman. Ya'ni bir qancha yil bo'lib qoldi uningmi ozodlik fondi bor. Ular bilan bu to'g'risida maslahatlashmoqmi? Yo'q. Chunki u fond bir mavhum hukmda. Ular azodlik fondi deb at qo'ydi. Qaratmaligi yo'q. Fondning qaratmaligi yo'q. Qaratmaligi. Yani proje planı nimesi yok. Hiç qanday Bu sen buni najitsan degan masala bor. Biz qurdigan Sharq Turkiston qurolli inqilob fondi qaratmaligi bor. U udul armiyaga ishlatildi. Urush ishlatildi. Xitoy bilan bo'lgan jang ishlatildi. Boshqa yer bir tiyim ishlatilmaydi. Ma siz degan Mao fond anlagan. İşte bir fond kuruldu, azadlık fondi. Bırak bu bir mevhum hukum. Yani plan projeleri yok. Ha, bu ne işletildi bu? Kimge? İnanamaz. Ama ona özleri bilemdi. Fondi kurgan adamlar onu özleri bilişi mümkün. Ama onunla biz arlaşsak olmaydı. Ulanın özünün talışı var. Talışı biz özümüz hürmet kılımız. Ulanın özünün işte. Bırak biz kurması bo'lgan bu fond bu boshqa. Bu qaratmalık shunda aniq. Armiya uchun. Xitoy qarshi qurolli inqilob uchun. Shuning uchun ham ishlaydi bu fond. Buni boshqa hech qanday bir tiyin pulni ayirmaydi. Buni shuning uchun qaratmaligi bor deyapti. Aniqlam. Maqsadi aniq. Bunda ben mevhum hukumu yok. Manna işletemiz deyilgan gep. Çokum armiya işletildi. Çokum kurallık inqilab işletildi. Bunun da meni nima maşhur. Mesela sizler bir harbiy kiyim kiyip chiqsizlar hozir Sharq Turkiston Milliy armiyasining kiyimini kiyip chiqib qolsizlar ekranga. Qanchalik qarshilik kuchqayli yani bunun ta'siri ijobiy, salbiy ta'siri qanday bo'ldi? Endi salbiy ta'sir qaraganda ijobiy ta'sir ko'proq bo'ldi. Biroq salbiy ta'sir yo'q deyolmayman. Endi men agar milliy armiya formasini kiyib chiqsam, sal yengillik qilib qolgan bo'laman. Nima uchun? Armiya qurilmay turib, men armiyaning formasini chiqsam,
Askeri yok general olmam deb. Ne bulandı bulmam deb. Askeri yok general. Ha. İşte bunu. Bunun için bunun hazır çarşısı yok. Berber o formunu giymez. Berber giymez. Mesela bir qancha yillar mobaynida Rabia xonim o'zininki askeri kiyim kiyib chiqadiganligini rasmiy bo'lmagan yerlarda e'lon qilgan. Balkim masalan hamda bu jihatda yana xalqaroga bir nim berish yuzasidan. Ammo buning qarshi chiquvchilarmi yomon jiq bo'ldi ekan, men jiq sezdim. Biz har qitim qurolli tashkilot, qurolli armiya, milliy armiya gapini qilib chiqsaqlam, menga nurg'un kishilar fikr qiladi. Bu nimish qurolning gapini qilsa biz tejlik bilan qilsak bo'ladi. Bu butun dunyo tejlik da'vosi sizlar qurolli qilamsizlar deb jiq fikrlar keldi. Demek hozirgacha tinch yo'li bilan Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kanunu qarlıqları bilan, onun bilan, bunun bilan vatanimiz mustaqil qilib bo'ladi deb vazifalik qilayotganlar bor. Vaz o'qiydiganlar bor. Daha ekran so'zlayotganlar bor. Tinch yo'l bilan vatanni ozod qilishning shartlari hozirlanyapti deb so'zlaydiganlar bor. Bu odamlar ana ashlarning ta'siriga uchragan. Men yana bir qitim deb qo'yay. Bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi qon bilan, jon bilan keladi. Shunday. Razxonlik bilan kelmaydi. Tinch yo'l bilan kelmaydi. Tinch yo'l bilan har kelmaydi vatanning mustaqilligi. Cho'qim qurol bilan keladi. Biz mana shuni o'tamiz. Bizning qiynimizni so'rab ketganning natijasi mana shu. Qiynimizni qisishimiz kerak biz. Xitoy uyoqsini qirg'in qilib olsa, o'ltirib olsa, chekib olsa, tinch yo'li bilan. Xitoy o'sha yani mo'shundaq butun nimani erlarni turmalarga tiqib etib, mana bu yerda G'abiyam dedim qo'y, Amerikalik birisini. Maqolasi erkinasi e'lon qildi. Oy erlarni yosh bolalarni turmaga tiqib etib, ayollarni Xitoyga zo'rlab, qizlarimizni Xitoyga berib olsa, yana tinch yo'li bilan degan gapni qanday odam og'ziga oladi shu gapni? Uyalmay, numus qilmay. Chaqadam og'ziga oladi. Ayadi, vatanini depsende qon etmey, kızlarını, adillarını, aşılarını depsende qon etdi Xitoy. Yani tinch chiqadi. Qanday gap bu? Tinchlik yo'l ish qilmoq bek oson chunki. Çünkü tinch yo'li bilan 70 yil beri keldik. 70 yil beri tinch yo'l bilan kelganning dardini tortyapmiz. Millat yo'qolib ketdi degan zavq kelyapti. Yana tinch yo'limi? Yana Bir millat dünyada bütün dünya medeniyet takatkan netçimin yıldan beri yok olmaya kevatkan millet yok oluş bir daha kevatı da Xitoyning sebebi. Yani boşundaki vakit yani tinchlik, qanday tinchlik bu? Adam bu vaqtda ağzını buzib yutib soladi. Ağzımızını buzmayla ama bular yani kallasi ishilmamdiki desek ya manqurtlashib ketgan bo'lishi mumkin. Amerika bugun urush qilayotgan davlatlar, Rossiya, Xitoy, bütün Yevropa davlatlari Afg'onistonda urush qilyapti masalan. Dunyoda urush qilmayotgan davlatlar intayin az, qurolli harakat qilmayotgan davlatlar. Qurol ishlatayotgan davlatlar intayin ko'p. Hozir qurolli urush qilayotgan davlatlar 40 yetadi hozir. Mesela Afg'oniston urushi olsun, Suriya urushi olsun. Suriya urushi nurg'un davlatlar qatliqliq, Libiya urushi, Misr. Undan boshqa odamlarimiz ben hayron qolaman. Tibet kishilagenda bir taraf kim o'ldirsan bo'lmaydi deyotgan yerda ala armiyasi bor. askar tayyorlayotdi, armiya tayyorlayotdi. Biz nima bo'ldik? Biz nima bo'ldik? Yani dünya qurolli harakat qilyapti. Kuchliq bo'lish uchun kuchliqlar yashaydi, ojizlar o'ladi. Tarixdan bu bo'lib turibdi. Zaten biz ojizligimizdan o'lyapmiz hozir. Onun üstüne bizge hazır fırsat kelyapti. Amerika ayaktan Xitoyni qattiq siqyapti. Hatta Trump'a tunigan qilgan so'zda bu dunyoda Xitoy bombasimi bo'ladi degan gap chiqdi. Bizga Xitoyning lozimi yo'q dedi. Xitoy bombasi bizga tega yaxshi dedi. Bu bosh gap emas bu. Bu signal beryapti. Bizga fursat kelyapti. Bu shunday vaqtda Xitoy
yerildi. Biz Bunu nima uchun yerine qurolliq yeri- gapni qilsak, milliy armiyaning gapini qilsak, bularning ochiq keldi. Men tushunmagan yerim mana shu. Onun üstüne bizga kelayotgan fursat hozir Xitoy baribir Tayvanga urush ochadi. Kelarchi urush ochmasa mı, undan keyin urush ochadi. Masalan, Gollandiyada men bilan alohida kurashga adamlar var. Mush to'g'riliq sen xato gap qilding, ya'ni qurolliq harakatni qilmasligimiz kerak. Biz tejlik bilan qilimiz da'vosi butun dunyo demokratiya tejlik da'vosi sen bu qurolni gapni qilsang biz terrorchi bo'lib qolmadik deydi. Naz mayli dedi, men terrorchi bo'lay. Şu adamdan sen qancha issiq o'qigan deb so'rab baqsang bo'lgan. Hozir bu naq maydon suhbatlarda deyamizmi, u oqsepti deydigan nurg'un odamlar hatto aytgan maqola yozib chiqadi bu to'g'risida. Erkek Hı. gapni yuziga qiladi. Hı. Erkek yuziga qiladi gapni. Birovning oqidan gap qilgan odamni erkek degan olmaydi. Shunday. Biz Hı. ma millatning xalqning bo'layotgan, ma ko'rayotgan kuniga chidamay mush yo'lga qisilib, yiqilib qopab o'mlab qurolli kurash uchun mengayotgan vaqtimizda mush qiyin so'rab ketgan o'sha odamlarning qurolning gapini qilma deyishi numus erkisiga. Aytib numus. Shunday. Dünya teşvikler benim vatamda. Bütün dünyanın hem yeri uruş hazır. Uygur kuraltısı bulmamızken. Hı. Hani aşında adamlar, bizim aş mücahitimiz silahı Allah. Bu qurolliq masalasi emas. Hozir qor kiyim kiyib olsang dunyo terrorchi deydi. Bu qurolning gapi emas, kiyimning gapi jepni qalbimizda bor. Kalkının kiyim bile kalkının neymiş var? Vay karı kiyemde, ak kiyemde, neyim ki kiyemem de. Birisinin kiyemden kiyim bile bizim neymişimiz var. Hı. Akını kiyevatam da, karnı kiyevatam da, hicab kiyevatam, nikab yet. Biz halaptı. Gitti. Bizden akidisi boyu çıktı. Bunu birovning arasına nima qilib bunday ishlar bor? Men mush necha kun ber mush talash tosh bo'lib ketdi. Hayron qoldim. Bir fikr aralab qochtiray desam, fikradni cho'nglag'ir bo'lib qoldim. Oxirgi Muhammad Yusuf degan odam buning bir chiroq tushuncha berib, qisam hozir uning bilan burmishtir. Birinchi men bu jihatda men savossiz rostga aytib qo'yay. Hijab, niqob deganlarda men xabarim yo'q. Bilmayman. Shuning uchun men aralashmayman unga. Kimni nimani kiygisi kelsa shuni kiysin. Bizning ixtiyori. Biroq sen o'zingning kiyinishingni farq tanba. Sen qari kiyindingmi, o'zing kiyiver. Sen unda boshqa Yevropacha kiyindingmi, sen kiyiver. Biroq kiyinishingni farq tanma. O'zing xohlaganingni kiy. Chunki u sening erkin. Kişilik hukukin bu. Xitoy vatanda qilyotdi uni. Depsanda kişilik hukukini depsanda qanday ayollarning kiyim-kechakligi eslatadi. Erlarning saqolig'i eslatadi. Men buni chet elga ko'chirib chiqishning nima keragi bor? Bizga shu yetmayotganda, oramizga ittifoqsizlik yetmayotganda shuning uchun kerak yo'q ishlar bu. Bunday ishlar eng yaxshisi ayollar o'zlari hal qilsin, o'zlari o'zining ishini. Erlar alisholmaydi. Erlar er sifat bo'laydi. Ayollar qanday kiyinadi, qanday kiyinmaydi o'zlari hal qilsin. Chet elda erkin dunyoda yashayapmiz-ku. Xudoning haqqida o'zlari hal qilsin. Kirisholmaydi unga. Buning erkaklar alishib ketdi hozir. Ayol odamning kiyimiga. Numusqu bu odamga. Numus qildigan gap emasmi? Ayol odamning kiyimida erkakning nima ishi bor? Tova deyman-da shularga. Shunday. Bu qarindoshlarimiz agar savollaringlar, fikrlaringlar bo'lsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi.
inkaslarını okup durup bayağı qarindoshlarimiz yazıptı. Bunu qaysi davlatli qo'llaydi debdi. Albatta buni deb hamma deb o'tirib o'g'il bo'ladigan bir ishlar emas. Amerika qo'llaydi deganlar bor ekan. Bundan boshqa Turkiston Islom partiyasini yo'q qilish uchun uning ko'yini qilyapti deganlar bor ekan. Qaysi jihatdan tayyorlik qilishimiz kerak debdi. Bunga o'zlari bir javob bersin. Abay bu to'g'risi biroz to'xtalgan bo'ldik, ammo bek muhim nuqta bu yadro. Yana bir qatim ta'kidlab qo'yaylik. Birinchi ideya tayyorlik qilish kerak. Har bir odam, mana men o'zimni men Sharq Turkiston milliy armiyasining jangchisi deb hisoblayman. Men shu yo'lga menyapman. Bu birincisi. İkincisi, her bir adam koludan kiriş iqtisat toplaşıyor. Armiya için iqtisat gidiyor. Hemmimiz iqtisat toplayız. Kızıq kabiyede ayağı birini yeydi. Ha, birini iqtisat armiya yiyor. Kesim bulduğun, kimisin bulduğun nesli kimey iqtisatda qilaydi. Armiya işleydi. Ama bizning tashkilotlar va shaxslar va olimlar desak hamda hamman demaymiz, bir qism olimlarimiz chet elga chiqqan 20 men keyingi da'vo odamlari 20-30 yil mobaynida islom diniga ig'ir xiloflik qilib zakotni davomli Sharq Turkiston xalqiga va yetim yesirlarga berib keldi. Davaga yani Kurallık hareketke yani İslam'ın buyrug'ini bo'lgan şu milletni qutqizdigan eng muhim bo'lgan şu Şeyhul İslam İbn Teymiye'ninki fatvolarini bir yan qayirib qo'yib şu qo'saq beqish, un yog' guruch, bulg'ur ep berish bilan hozir davomlashyapti. Hozir masalan 2019gacha chet eldagi boylar va qarindoshlarimiz zakotni bu qurolliq armiya olsun yoki siyosiy faoliyatlarga bermasdan yanalam shu kambag'alning qo'sqini boqadigan ikkinchi bir saptiki, uchinchi siradiki ücretdiki kishilarga berish bilan dinimiz xiloflik qilyapti. Men buni mo'rtga kelganlik uchun deb qo'yay. Endi bu masalada biz hozirgacha ta'sir paydo qilamiz. Sharq Turkiston qurolliq inqilobiga ta'sir paydo qilish kerak. Jamoat fikr tayyor qilish kerak. Bu bir ozroq vaqt oladi. Shu vaqtda bizning tashviqotimiz yaxshi bo'lsa, Sharq Turkiston milliy armiyasi qurilib bo'lsa, u vaqtda zakotni armiyaga vatanning mustaqilligi berdigan ish menimcha bo'ladi. Hamda hozirdan tartib sen buni bunda berma, bunda qilmadan desak, biz o'zimiz hech ish qilmay turib bunda desak bo'lmaydi. Ya masalan qurolliq armiya va yoki qurolliq tashkilotlarga berishdan men bir diniy fatvoning gapini qilyapman aslında. Berishdan burun siyosiy harakatlar bor endi. Masalan, hamda hozir sizlarning o'tirib qo'yishlari bilan bu qurolliq masala milliy armiya masalasi biroz nimaga ching'i chiqyapti. Ya'ni kishilarimiz biroz yoshlarimiz umidlandi. Milliy armiya qursak bo'ldi ekan degan boshladi. Sizlarning o'tirib chiqishlari bilan ba'zi tashkilot boshliqlarimi bu so'zni tilga olishga boshladi. Burun qat'iy tilga ololmaydi. Mayli qurultoy bo'lsin, mayli ma'rif tashkilotlar, boshqa tashkilotlar bo'lsin, qurolliq masalasini jiq o'tirdi yo'qdi, ya'ni bir ikki yilning oldida yo'qdi bu gap. Asosan yo'qdi. Faqat namoyish bordi, imzo bordi, u bordi, bu bordi. Endi bu namoyish qilish, u qilish, bu qilish degan narsa bek asos ekan-ku. Shu bayroqni ko'tarib bilan konsulning oldiga chiqsak bo'ldigan ishga u. Ya'ni biz tarafdan qaraganda. Undan keyin bayroqni ko'tarib bilan maydonga chiqibmanda tursak bo'ldigan ishga u. U ajoyib tez bir ishma emas. Ama qurolliq ish kelganda bu bek tez bir ish ekan. Bek tez ish ekan. Uning uchun buni rasmiy silinmadi. Bu bir xatolik. Ikkinchisi İslam dinida zakot 7 xil odamga, 8 xil odamga beriladi.
8 xilning ichida olimlar deydiki, uning eng ehtiyojligiga beriladi, ya'ni eng muhim bo'lgan yerga beriladi. Ibn Taymiyo rahmatullohi alayhinki bir dov ochliqni qalliqqa beramdiq, askarga beramdiq degan fatvosida askarga beramiz. Agar qalliqqa bersak askar o'ladi, askarga bersak qalliq o'ladi. O ikkisining birisiga berishimiz kerak. Kimga beramiz degan savolga askarga berishimiz kerak deb fatvo chiqargan. Chunki askar o'lsa qalliqmi o'ladi degan shu zamonda. Demak, bugun Sharq Turkiston xalqining askar bo'lmaganligi uchun xalqimiz o'ldi. Dep mana müşahede ketmiş. Yani nima uchun biz necha yildan beri, 20 yildan beri zakitimizni Sharq Turkistonga uvatdik, men uni tushunmayman. Men chunki chet elga chiqqan tariximda chet elda asosan jiq tashkilotlar ayni vaqtida Sharq Turkistonning yezilariga zakat uvatib berdik. Bu ko'rinishda to'g'ri. Ko'rinishda to'g'ridek, biz xalqimizni kuyangandek. Ya'ni shu xalq uchun bo'lgandek. Ammo islom dinida xato bu. İslam dinida zakat u beso'lingan kafirlarning tajovuziga uchragan u millatni qutuldirilish uchun askarga beriladi. Ammo biz 20 yilni biz buni ijro qilmadik. Biz bu mening gapim emas, islom olimlarining gapi. Islom olimlarining gapini Uyg'ur ulamolar ko'zga ilmadi. Zakatni xalqqa berishimiz xato bizniki. Zakatni askarga berishimiz kerak. Askar xalqni qutuldirdi. Bu mening fatvoim emas. Ibn Taymiyo rahmatullohi Shayxul Islom, dunyodagi islomning eng cho'ng shayxi degan odamning fatvosi bu. Shu men buni yani ilim kechikmaymiz. Elim geçmeyin. Chiqimay Hadi hazır biz bir bunda bir mesele var da askeri verirse kanı asker deydi. Asker kanı edilse şunun için biz askeri kurup onun için bu meseleyi kozgaç gerek. To'g'ri. Hazır biz askerin resim varlık çarptırışımız gerek. To'g'ri. Biz Yaman geçiştik. Ben şu Nurmehmet Musabayev'in karşı nimisini körep Üzemunay'da yaman buldum. Üzemunay. Daha önce bügen karsan bir doğapçı bir ne kuptu? Doğapçılıkın ayağı sıkıvatıdı. Şuna. Ben hayran kaldım. Bu doğapçılıkın bizi vatanda erler kılıdıgan. Şundaq. Hazır doğapçılıkın ayağı kılıdıgan erler yok. Ya biz Bu hozir işte hemimiz körüvatımız. biz çuychumayapmiz. Ya biz. bu işin hemini körep bu bizgiz. Bu hazır ben aşını bu çok vatqanda muz çok hoşundan zencirlep koyulganlığı dikkat kıldım. Karsam zencirlep koyaptı. Ayağı kişi muz çok varsa ay muz çok koz zencirlerlik durdu. Bunu muşinci derece tutsa bu bizim kıynımız çünkü olan muzlak etken kandaydı. Muşnunga ben hayran kalıyorum. Muşu halda vatanımızga hava kaldı. Muşu halda. Yani nemiş kızılmayatımız, nemişka kaynımayatımız, nemiş kozgalmayatımız. Yani kanşı kütümez. Abiyen bir misal keltirdim. 2009 yılı 5. yıl vakasida Xitay 10 minglab tutkan. 10 minglab. 10 yılda iken milyonlab tıkmadı. Biz şu 10 yılda namayışın başka işini mıkmadık. Xitayga hiç qanday ters şekillendirdi. Buna bizim acizliğimiz. Bunu her bir teşkilat rehberleri özleri oylap baksı buldu. Çünkü namayış uyuşturup atkalı oylap baksı buldu bunu. İmza toplap atkalı uyuştursun. Oylusun işini. Şuna oylap baksı gerek. Yani 10 yılda beri 20 yıl namayış kıldık. Bu işlerimiz Xitayga kichkina bir tehdit payda kılaldı mı, kılamadı mı? Oylap baksın bular. Xalqaranın ko'ziga qarayapmiz deb o'tlamay. Ba'zi vaqt adam qaynab qoladi. Ya bu yerda hech bo'lmaganda qanotni tashkilotlar va tashkilot rahbarlari qanotning bo'lishini o'tirib qo'ymadi-da, eng chatoq yeri bu. Va qurolli harakatni markazlik shaklda barpo qil emas, tashkilotlarning qurolli qanoti bo'lishi kerak degan narsami mavjud bo'lmadi. Ham bu siyosiy tashkilot. Nima bo'lib qolamiz? Ularning yomon gapini qilib qo'ygan bo'lib qoldik adam. Bo'lmasa men shu tashkilotni ham hurmat qilaman. Yaman gapi. Biroq ularning mushu ishlarga bu endi bir yana bularning
Halk alem aldı ulanı yaman gepini kan bop kalmay. Bırak oylanıp baksın teşkilat rahberleri. Sen ötneme. Oylanınla. Bizim köp vaktimiz kalmadı. Vatan halkımız tügep gidiyordu da. Elbette bu Mınlap bilep, bu yerde yaman gepini Azatga, yaman gepini qilgan mesele chiqmaydi. Biz tashkilotlar xato qilgan bo'lsa, xato qildi deyishimiz kerak. Xato 10 yilning yog'i Hata qildim degan gapni qabul qilmaydigan tashkilotlar yomon jiqqam. davrimiz. Shaxsan bizning bu ikronimiz agar tashkilotlar xatolik o'tkazsa umumiy millatga bu shuni deymiz deb qurilgan ikron. Rahbarlar o'tkazsin deymiz. Siz bilan biz o'tkazsakmi xalq disi bo'ladi. Bu yerda kishilarni tanqidlash aybini ichish emas, to'g'riga menish va xatoliklarni vaqtida yakunlab tugutish. Yana xato, yana 10 yil, 15 yil, 20 yil oldu biz tejlik bilan, demokratiya bilan, namoyish bilan harakat elib beryapmiz. Bugungacha bu jiddiy tutilmayapti. Bugun bir qurolli harakat yoki milliy armiya so'zi chiqqan vaqtida yana jiddiy nima kuch chiqib ketishimiz mumkin. Yani zarbi kuch chiqib ketishimiz mumkinki, avval ularga deymiz. Hatta sizlar qurish necha 10 yildan beri qurishinglar kerak edi, sizlar qurmadinglar. Endi qurganlarni qo'llanglar degan yerga kelishimiz kerak. Bu yerda herkes aybini ochgan bo'lmaymiz yoki biz yomon gapni qilganligimiz emas, bu amaliyotni da'vatimiz. Şu ameliyat açık buldu ekan, ukam. Qabul qilmoq tez bo'ladi ekan. Bunaqa doimiy madihiya so'zlarini anglab o'rganib qolgan odamlar açık gapni qabul qilolmaydi ekan. Shuning uchun silab-sipab o'tib ketadi ekanmiz nurg'un ishlarni. Ya hozir silab sipaydigan vaqt emas, hozir hech kimni silab sipaydigan vaqt emas. Hem biz silab sipagan siri vatanchi xalq o'lyapti. Bizning qon qarindoshlarimiz, ota-onamiz, aziz singillarimiz, aka-ukalarimiz o'lyapti. Farzandlarimiz yetim bo'lib ketibdi. Minglab farzandlarimiz yetim bo'ldi. Endi o vatandagi ishlarni deyishmayli, faqat bundan keyingi masalalar jiqroq to'xtalaylik Azatga. Albatta vatandagi ishlarni desak yana yuragimiz og'riydi ekan. Yani sizlar shu qurolli armiya va milliy armiya masalasini o'tirib qo'ygandan tortib, shaxsan men bo'limi Dunyo Uyg'ur qurultayimi o'zining qurolli qanatining bo'lganligini e'lon, ya'ni o'tirib qo'yibdi g'ayri rasmiy shaklda. Cumhuriyetçiler Partisi, yoshlardan qurilgan partiyami qurolli qanatining bo'lganligini o'tirib qo'yibdi bir qancha tashkilotlar. Chunki o'tgan qatimliq qismninki suhbatda sizlar tashkilotlar milliy armiya yoki qurolli harakat nizomini tashkilot nizomnomasiga kirgizish kerak degan bir gapni o'tirib qo'ygandilar. Demak bu ta'sir qildi. Ta'sir qilib bir qancha cho'ng tashkilot, hatto yaqinda qurilmoqchi bo'lgan eng cho'ng dunyoviy yoshlar tashkilotimi albatta bu to'g'riliq jiddiy o'ylanish qilyapti deb o'ylayman. Demak buni o'tirib qo'ygandan keyin bo'ladi ekan bu ish. Biz ularni ayblamay, biz xatolikni tuzmay, endi o'tirimizda nizo yoki ittifoqsizlik bo'lmasin deb oyab demasak, yana necha 10 yilgacha bu narsa qurilmaydi degan. Necha 10 yilgacha biz tugab qolamiz. Bizim tugab qolamiz. Agar mustamansak, agar biz en kechikkanima 1,5-2 yilning ichida Xitoy qarshi harbiy harakatni boshlamasak, biz o'zimiz tugaymiz. Hech bo'lmasa Xitoy qarshi bir ishni boshlab boqayli. Onimiz o'g'il bola deb tutqandiki bizni. Qon qilib boqayli. Qon to'kib boqayli. Ya qon bizning chiqsin, ya Xitoyning chiqsin. Bunda jumayli. Ba'zilar bizning so'zimizni xato tushunib yoki uni so'rab, buni so'midan degan bo'lish. Hozir biz shaxsan men kallamni qo'ltiqimga qisib qo'yib turib gap qilyapman hozircha. Men Yevropada Gollandiyada madavlatda qurolli tashabbus, milliy armiya qurolli tashabbus, qurolli harakat, qon to'kish masalasini tashabbus qilish huquqimiz ba'zida bor, ba'zida yo'q. Soqchilar yoki ammo men bu Gollandiya buni cheklaydi yoki men bexatarligimni ko'zlab, masalan Turkiyada nurg'un inson o'zining bexatarligini ko'zlab Turkiyadagi Uyg'urlar qilinayotgan ziyonkashlik va yoki haqsizliklarni deyanmasligi mumkin. Bu Zinnatgul voqeasida biz butun tashkilotlarni jangga solib boqdik. Zinnatgul voqeasida hatto xalqimizni jangga solib boqdik. Bir haftadan oyog'i hijob, niqob masalasi jiddiy varang-churung qilindi. Zinnatgul masalasi unutib ketildi. Zinnatgul masalasi ma'lum
teşkilatlar tarafından besip ötüldü. Çünkü şu devlet yaşavatkanlık için. Ama biz bir yerde canlı koltuk kısıp koyup Azat Kasım kam qarindoshlar biz ashta bir yuzsiz millatmi bilmadim. O'tgan qatimliq programmadan keyin xili avarchilik tatqanliqlarini bilmayman. Buni ozroq deb o'tib kelsak bo'ladimi? Ya'ni bu xalq bizni bu yerga chiqib o'ynayotgan o'xshaydi, bunda xiyoliy gap qilib qo'yayotgan o'xshaydi deydi. Bu jon bilan qilishayotgan ish bu. Deyotgan gaplar. Şimdi Allah şunu da. Ben nurgun işlerini Allah'a taşırıp koyayım. Başımı kelgen nurgun işlerini Allah'a taşırıp koyayım. Çünkü biz bende. Biz ham istemeyen bende. Şunun için ben nurgun işlerini Allah'a taşırıyorum. Yaratıcı özüler kitap koydu. Ne eğri işlerini, ne köydük. Bunu bir yer sözler yürüyüş. Benim karakterim doğru ekan. Yani canlı koltukqa qisib qo'yib turib programma qilyapmiz desak to'g'ri bo'ladimi? Doğru. Beşimizni koltuğumuzu kısıp turib qilyapmiz. Kallamizni. Xitoy bizning programmamizni elib Interpolga berishi mumkin. Xalqaro nimaga beradi shu davlatlardagi qarama odamlarning Qur'onni gapini qilyapti deydi. Bizni qaralash o'rnida terrorchi deydi. Hatto bizga ziyonkashlik qilishi mumkin. Hatta qaslishi mumkin, necha odamlarimizni qaslab o'tdi. Bu yerda biz bu Azatgam boshini qo'ltiq qisib qo'yib da'vat qilgan vaqtida unda xiyoliy o'ynagandek bo'lib ichib pishib qilib ichkirandib qurolni gapini qilayotgan o'xshaydi deb o'ylab qolman qildim. Bunda qilsang haqsizlik qilgan bo'lasizlar. Bizningki haqqimizni yegan bo'lib qolasizlar. Xo'sh. Endi bu yo'lga jinini tikib qo'ygan odam menga da ufkam. Ben aniq aytay. Bu yo'lga jinini tikkan odam menga. Vatanning mustaqilligi uchun jinini tikalgan odam menga da. Qolganini men demayman. Shundoq. Qolganini tushunadi odam. Shu gapni anglagan odam qolganini tushunadi. Yana hozir hatto men hayron qolmaymanki, yoshlarningki umumyuzlik imzo video namoyishga yo'nalish masalasimi bu odamni biroz ensirtdi. Endi ben yani şu namoyish, imzo, guvohlik haqida yani gap qilsam, akimiz Recep bu ishni qo'llaverdi deb qoldi. Tushunamay qo'llaverdi deb qoldi. Shuning uchun endi shularmi shu qilayotgan ishlarning balkim natijasi chiqib qoladi deb qilgan ishlar. Biroq men aniq deb qo'yay, bu ishlarning Xitoyga ta'sir shakllanmaydi. 70 yıldan beri Xitoyga ta'sir shakllantiramidik. Şunun derdini tartıvatımız. Bu işler bunundaki Xitoyga ta'sir shakllantiramiz. Yani deb qo'yay, ta'sir shakllantirganda qo'lingda qurol. Qo'lingda qurol chiqqanda Xitoy rasmiy kuchini qo'rqaydi. Sen ensiraydi. Teptatıdı. Vatandaki xalqning beshiga tanglagan qilichi qo'lidan tushib ketadi. Shuni o'ylab turib chiqsaq bo'ladi. Shuni o'ylab turib. Chunki Uyg'ur hozir davatimiz qo'y. Yahudilarni bizga yomon ko'rgan. 6 milyon Yahudi 2 dünya 6 milyon Yahudi kurban kılındı, Naziler tarafından kırıldı deyimiz. Biz onda 6 milyonun nesini verip olduk. Şu başka bu mesele benim göz karşım şu. Yani chet eldeki muhacir yaşlan yani muhacirlarning ichidan qahramonlarning chiqish masalasi qanday qaraydi? Masalan, boshqalar bizga biroz fatvo bichibdi. Nima uchun Uyg'urlardan qahramon chiqmaydi deb. Bu Uyg'urdan qahramon chiqdi, chiqmaydi emas. Qahramon chiqadigan sharoitimizni yaratdikmi? O'zimizni so'rab boqaylik. Qahramon chiqdi Uyg'urdan. Uyg'urning ne qahramon bo'lgan bolalari bor, ne qahramon bo'lgan qizlari bor. Biz şu sharoitni yaratdikmi? O'zimizni so'rab boqaylik.
Çoxum kahraman çıktı Uygur'dan. Ben onun 100% işinime. Çoxum kahraman çıktı. Bırak şu şarayetқа şu nimeге yeteyli. Şunun için tırçalık göstereyli. Şu şarayetini payda kılaylı. Kollu kalaşını tutkan cemçiler vatan içine sığbağanda kanda kahramanların çıktığını şu an bütün dünya gördü. Bütün dünya gördü. Uygur dünyadaki en kahraman millet. Etkiye. To'g'ri hozir qinimiz so'yib ketdi. 200 yillik mustamlikning sababidan. Biroq biz baribir esimizga qaytamiz. Baribir burungi qini qiziq Uyg'urga qaytamiz. Mening yoshlarga tavsiyaim shu. Ümidsizlik bo'lmaydi. Ümidsizlik şeytanның işi. Biz çok vatanı müstakil kılımız. İnşallah. Hem uzun kütmeyi vatan müstakil kılımız. İnşallah. Gep hemimiz irade olsun. Bir müştündek tügüleyle şu vakti bulurdu. Ben teşkilatlarımızda bunu müştü kütmem. Ben neyim için Ahmetcan abiyem tutuluk edip ninde dedim. Ben Ahmetcan'ın en hürmetlediği yerim Ahmetcan müş yolga mangan. Bütün teşkilattan bir müştündek bir yere jığsak diye yolga mangan. Bırak maqsad amalga oshmay qoldi. Bırak ben obanını ayt hürmetleyim. Doğru çıkarttı şu vakti. Sürgün hökümetlikке Xitayning adamlari qo'l tebetdi desek to'g'ri bo'ladimi? Ahmetjon. Ya, onun meni unda faktim yok. Mening bormi? Tamam. O to'g'riliq deyishmayli. Undaqda vaqtimiz biriga kelyapti. Meni yana bir qancha savolim qoldi. Shunga javob berib o'tgandan keyin aramasi sizda hozir kech soat 2 bo'lib qoldi deymi? Ha, ne oldu? Amerika Yerim boptu. kech soat 2:30 Allah razı olsun. Amerikaning qarorlari Tibetga qanchalik foyda olib keldi? Bizga qanday bir ta'sir ko'rsatyapti? O to'g'risi qisqaroq bir to'xtalsak, undan keyin bir savolim. Endi menda ham tushuntirib beray. Tibet meselesi biz bilan o'xshashligi bu Xitoyning mustamlikasida, biz Xitoyning mustamlikasida. O'xshamaydigan yeri u xalqaro jamiyat tarafidan besbedilgan davlat deb e'tirof qilingan, biz undaq emas. Bizni Xitoyning bir partiyasi deb. Shuning uchun mening qo'limda turdi. 1959-yili, 1961-yili, 1965-yili Birleşken Devletler Teşkilatı BDT 3 qitim Tibetning o'z taqdirini o'zi hal qilishi to'g'ri 3 qitim qaror chiqargan. Biroq bu qarorlar Xitoy tarafidan ijro qilinmay tashlab etilgan. Undan keyin Amerika Tibet to'g'ri ko'p qarorlar qonun loyihalarini ma'qullagan. Hatto yaqin yana bir qonun loyihasi ma'qullamoqchi bo'lyapti Amerika. Dalay Lama qerib qoldi. Dalay Lama'ning izbosari kerak. Xitoy Dalay Lama'ning izbosarini biz o'zimiz belgilaymiz deyapti. Ya'ni Benchen Lama'nikini o'zida belgilagan Xitoylar. Hozir Benchen Lama'ning izbosarini Xitoylar beqiyotdi. O'n necha shukirlik deymi bola. Shunaqa. Ma'unimi biz o'zimiz belgilaymiz deyapti. Bushning qarshi Amerika hukumati, parlamenti Dalay Lama'ning izbosarini Dalay Lama o'zi belgilaydi. Buni siyosiylashtirmaslik kerak degan bir qonun loyihasini ma'qullamoqchi bo'ldi. Biroq mening bir umid qilganim Amerika yoki Yevropa ma'qullagan bunda qarorlarga yomon cho'ng umid bog'lab ketishni aytdi. Mana Amerika parlamentida Uyg'urning kichik huquq to'g'riliq bir qaror qonun loyihasi sunilgan hozir yarim yilni oshdi. Rubio degan, nima Rubio degan bilan yana birisi, Michael Rubio mo yana bir ikki parlament a'zosi nimqan qonun loyihasi hozirgacha
nima bo'lmadi. Ma'qullanmadi, qonun loyihasi ma'qullanmadi-da. Endi bu qonun loyihasi ma'qullanganda eng ko'p bo'lganda Uyg'urlarga bir turkum osonchiliklar, Amerikaga yerlashish yoki viza olish osonliklar berilishi mumkin. Bununla bilan Uyg'ur bayram qilib ketsa bo'lmaydi. Tibetga 8-10 qaror ma'qullab bo'ldi. Tibetning ahvoli o'zgarish bo'lgani yo'q. Uning ustiga bu qarorda Xitoyning Xinjiang tavalligidagi Uyg'urlarning deb bunday ilingan. Sharq Turkiston e'tirof qilinmagan. Shuning uchun bunday narsada men vatandoshlarımdan sal salmoq bo'lishinglarni umid qilaman. Buning yomon cho'ng umid baqlar ko'chinglar yo'q. To'g'ri, uning bizga foydaliq bor, qaror ma'qullash kerak. Bu foydasi bor. Biroq shuning bilan ham Uyg'urning hammasi sal bo'lib Sharq Turkiston mustaqil bo'lib ketish bo'lmaydi. Sharq Turkistonning mustaqilligi yana bir aytib qo'yay, bizning qo'limizga qurol bilan keladi. Yana bir deb qo'yay. Buning mening javobim shu. Qurolsiz bo'lmaydi demoqchisan. Bo'lmaydi qurol. Vatan mustaqil bo'lmaydi. Bu ko'zim yetdi mening. Chunki Xitoyning psixikasini men shunday yaxshi tadqiq qilgan odamman. Abay bu to'g'riliq biroz deyishdik, ammo yana so'rag'im kelyapti jahillarcha. Nimancha quroldan qo'rqmaymiz degan so'z. Endi biz 70 yildan beri bir millat sifatida endi A-topda, Ma-topda qurol tutganda bunda ishlar bo'ldi. Biroq millat sifatida quroldan yiroqlashtirib etildi. Bir millat sifatida Uyg'ur millati qurol degan narsani yomon yiroqlab ketdi. Yiroqlab ketdi. Xitoy komissiyasi hokimiyati 49-yil bizni besvelashdan burun hamma oilalarda qurol bor. O'chi miltiqlari batdi, yana birim batdi, yana birim batdi. Uyg'urning har qanday oilasida bir qurol deydigan bir batdi. Qaysi shaklda bo'lmasin. Ma 70 yildan beri unda bir bo'lmadi. Hech qanday oilada bo'lmadi. Madaniyat inqilobi Sayfinaz bir mazgilda qurolliq menbonlarga deb qurol taqatdi, o'qiyoq qurollarni. Keyin uni yig'ib oldi. Biz bir millat sifatida quroldan bek uzoq yiroqlashib ketdik. Shuning uchun hozirgacha nurg'un odamlar quroldan qo'rqishi. Bir psixikasi bor. Quroldan qo'rqadi. Qo'li qurol chiqib qolsa terapiyada talab etadi. Barmoqlar tabiat ketadi. Biroq yani buning birdan bir doğrusu milliy armiya qurilganda buning hammasi o'nglanib ketdi. Uyg'urning qo'li qurol chiqib rasmiy Xitoyga qarshi bir harakat boshlagan vaqtida bu ishlar o'zligidan o'ngishib ketdi. Buni ansirashning hojati yo'q. Masalan, bir qarindishimiz yozibdi, inkosga boshqa millat sizlarning armiyanglar bormi deb so'raydi ekan, odamni xijil qilib deydi. Bu nomus qilgan gap mana shu. Tibetliklarning armiyasi bor ekan. Men shunda 10 ming soldat bor ekan deb insonlik to'g'ri so'zlagan bo'lsa shu gapni ko'tarib kelganda bizning go'shamni yevatkidek bo'lib ketdi. Tibetliklar armiya bor bizda. Nomus bu. Nomus. Yaxshi qo'yaptimi shu masalani? Uyg'urning armiyasi bo'lmay turib, Uyg'ur xarliq qildi. Aytib qo'yay. Qo'limizni qurol olmay turib biz xarlinib ketamiz. Yani aytib qo'yay, Allohning oldiga yo'riq yuzimiz bilan bora olmaymiz. Bizning millating uchun qurol ololmagan. Bizning vataning uchun qo'lin qurol olamadingmi? Ölgeni qaysi yüzüm bilan Allah'ın aldığı varsa. Numus bu.
Üşengen adamga. Yani qarindoshlarımizga yana umid bo'lash sizdan yana bir qitim so'rayman. Buni programmaning oldidan biroz deyildi. Agar biz tirishadigan bo'lsak, agar biz ittifoqlashib dastlabki qadamda ideya jihatdan bir yerga hozirlik qila, yani ideya hozirlik qila olsak, bizningki milliy armiya qo'mondonlik bosh shtabi qurilish ehtimoli bor. Shundaymi? Shunda Azatga. Yani yangi kirgan qarindoshlarimiz uchun ben bu mundaq gap. Endi qurolliq kurashda men abiyam dedim-ku, Sharq Turkiston qurolliq inqilob komiteti qurilgandan keyin bu nihoyat tezda nurg'un odamni o'ziga jalb qildi. Nima uchun? Qurolliq inqilob degan gapni anglaganda Uyg'urning qini qizishga boshlaydi. So'yib ketgan qalla qizishga boshlaydi. Şu sebepten bu şundaq bir komitet qurilgandan keyin bizning ishimiz daha tez yurishidi. Hozir eng muhimi shuni qurib olish. Qandaq tirishchilik qilishimiz qatni cho'qim shuni qurib chiqishimiz kerak. Kechish demay patarlım shuni qurib chiqishimiz kerak. Qurib chiqqandan keyin qolgan ishlar yurishga boshlaydi. Chunki bu yerda qolgan planlar tayyor. Proyektlar tayyor. Gap avval mushu yetakchi organni qurib olish. Mush qurilgan iki qolgani yurishida. Bundan ki armiya qurildi. Onunki armiyanın baş shtabi, qo'mondonlik shtabi qurildi. Bu programmanın başına alınan qarindoshlar nega qurildi, nega o'rin ber degandek savollar so'ralibdi. Albatta buni uni Avval aşı men yana bir qitim deb qo'yay. Sharq Turkiston qurolliq inqilob komiteti qurildimi? Armiyaning baş shtabining nega qurilishini shular o'zlari bekitdi. Shular bekitdi. Buni hozir men yolg'iz desam bo'lmaydi bu gap. Shunday. Yani başka devletler bekitemdi, şu qo'mondonlik shtabi bekitemdi. Yo'q, Sharq Turkiston qurolliq inqilob komitetining a'zolari bekitdi. Şularning huquqi. Chunki bu bir rahbariy organ. Bu qurolliq inqilobga rahbarlik qiladigan organ. Armiyaning qo'mondonlarini tayinlaydigan organ. Qo'mondonlik shtabini quradigan organ. Shuning uchun Sharq Turkiston qurolliq inqilob komiteti qurilgandan keyin bu ishlar o'zining yo'liga tushdi. Gap mana shuni qurib olishda. Tirishib, bütün kuchimizni, bütün zihnimizni, barliq tirishchanligimizni markazlashtirib shu yo'lni ichishda. Men shu ishga vatanim, xalqim, millatim deydigan faoliyatchilarimizni ham taklif qilaman, chaqiraman. Bir araya kelaylik. Vaqtimiz az qoldi, bir araya kelaylik. Kechki vaqtimiz, bir araya kelaylik. Sen cho'ngding, men kichikdim demaydi. Hozir hammamiz o'xshash, hammamiz mustamlik qilingan bir davlatning xalqi. Hammamiz o'xshash. Cho'ng kichkimiz yo'q, egizpasimiz yo'q. Boy kambag'alimiz yo'q. O'xshash hammamiz. Shuning uchun bir yerga yig'ilaylik, bir shunday tugilaylik. Men dastlabdan degandim, bir shunday tugilaylik. Hozirmi so'zni oxiridan deyman, bir shunday tugilaylik. Shuni umid qilaman. Talashmayli. Bu talashgan dunyo qoladi. Sharq Turkiston Islom partiyasi masalasida qarindoshlik naslini yozibdi. Onunğa bir fikir berib baqqan avvalda bo'ldimi? Masalan, hozir qarindoshlar yozibdi, ular armiya, milliy armiya emasmi? Turkiston Islom partiyasi degandek so'zlarni qilibdi. Masalan, ularning ism o'zgartirish masalasi qanday qaraylar? Undaq avvalda bo'ldimi?
Onunla hazır men bir misal barman. Hı. Bu şu partiyanın azaları, partiyanın rehberlik organı Şarkı Türkistan Milli Armiyası kurulgandan keyin qanday qilish ular o'zlari biladi. Hı. Ular 100% biladi. İnşallah. Çünki ular haqning 20 yildan beri vatan bir pay o'q atmadan degan gapini bir chiqanlab ketdi. Hı. Ular qanday qilishni o'zlari nihoyat yaxshi biladi. Men bilaman, ularga ishonaman. Yani Türkistan Ular- İslam Partisi de ümit bağ demekçiler. Unutma. Hı. Ular 20 yildan beri bütün qiyinchiliklarni yengib qurolliq armiyaning mavjudligini saqlab keldi. Bu bek cho'ng to'ppa. Uyg'urning hech qanday tashkiloti buncha ko'p yaratgan yo'q. Aytib qo'yay. Şimdi. Uyg'urning Sharq Turkiston mustaqilligini ximiy turishni tayyorlayapti ular. Ha. Aytib qo'yay, ximiy turishni tayyorlayapti. Ularni tillarda oqira degan gapni qilmaydi. Şimdi. Ular kamchilik bo'lmaydi emas, kamchilik bor. Biroq biz birovlarni tillab, birovlarni haqoratlab, birovlarni past ko'rib, hech nimaga erishmaymiz. Kim qo'saq bo'laydi? Erkak bo'laydi, erkak. Şimdi. Allah razı olsun. Mening sizden soraydigan suallarım asasen tugedi. Rahmat. Ahırda bir narsani unutilib qolgan bir savolni so'rab o'taman. Shuning bilan bizning programmamiz bugun mishat oyoqlashgan bo'ladi. Umuman Uyg'ur davosining yo'linishiga qanday bir fikrlar bor? Yani hozir to'g'ri bir shaklda ketyaptimi? Hamma tashkilotlar degandek. Men rozi emas. Hı. Sharq Turkiston davosi biz ko'zlagan, biz umid qilgan darajaga yetarligini yo'q. Hı. Ya'ni mustaqillik ko'rishi kategoriyasiga otlayolmayotdi bizning davarimiz. Hozirgacha kishilik huquq ko'rishi darajasida turyapti. Mustaqillik ko'rishiga otlayolmayotdi. Buni bizning rahbarlarimiz tashkilotlar o'zlari o'ylab boqsa bo'ldi. Hı. Ma qayeri chal, rost gap qotamdi, yolg'on da'vatamdi. Estağfurullah. Hı. O'ylab boqsa bo'ldi. Onun için özlerge oturup açışlayı yok ayqatıp ma 20 yıldan beri qilgan qaysi işimiz mustaqillik ko'rish kategoriyasiga kirdi, qaysi kishilik huquq ko'rish kategoriyasiga kirdi deganda deb o'ylab baqsa, sırası javob chiqdi shu yerda. Azat Qasımning nendep rozi bo'lmayotganligini javob shu yerdan chiqdi. Yolg'iz men rozi emas, bütün xalq norozi hozir. Aytib qo'yay, bütün xalqimiz norozi. Hazırki bizning hozirgi altimizdan, bizning hozirgi milliy da'voning oldidan bütün xalq norozi. Tashkilot rahbarlarimiz shu narsani o'ylab qoldi. Men hammasini hurmatlayman, hammasini yaxshi ko'raman. Hammasi mening qon qarindoshlarim. Biroq achchiq gap qilib qo'ygan bo'lsam, kechirim so'rayman. Biroq o'yinni bak. Sözüm tügedi yok. Allah razı olsun. Rahmet olsun. Sizning bu 20 kechada ko'p vaqtlarni oldik. İnşallah davomliq bu nimaninki milliy armiyaning qurish masalasida bu qo'mondonlik shtabining qurilish masalasida albatta Uyg'ur qarindoshlik studiyasi bir qo'llovchi bo'lish sifati bilan har zaman Abay bir qarindoshimiz so'rabdi. Bir telefon kelib qoldi. Telefonni elib o'tib, undan keyin men so'zimni qilay. Assalomu alaykum. Naq maydonga telefon qilibsizlar oldi. So'radim bor, endi qo'ymagan. Xo'sh. Bu Ozod Qosim Efendim dedi.
bu Şarkı Türkistan Milli Armiyası Komitesi kuruldu dedi. Bu tahminen kaç vakit kuruldu? Bu birincisi. İkincisi, mesela Amerika, Avrupa, Rusya'nı misal kaldı. Amerika, Rusya ne oldu? Bu Amerika, Avrupa'nı kıymet karşı cihette, demokratik cihette oldu. Yakın değil, lakin Rusya'nı Xitay'la yakın tarafın köp aldı. Hazırda bu halkı Soğut Bakı'nın ağırgı devletinin hazırlıkça yaxşı buladı da bunu. Bu Xitay'la Rusya'nınki münasibeti. Hem de aldığımızda bilmeyimiz hem de naçar olamdı, yaxşı olamdı. Lakin hazır ahvalda naçar digil bulmaydı. Hem de gerçi bilmemiz hem Rusya'nın Xitay işlemeydi. Lakin hazır ahvalda hem de Xitay'ını bırakıp taşıt demeydi dep oylayman. Şununla Rusya'nı Türk milli armiyani kurimiz ham Rusya bizni qo'llasin deb esnab o'yda bo'lsak biz Rusyani biz qanday holatda qo'lga keltira olamiz? Qanday holatda bizni qo'llaydi Rossiya masalan hozir? Bu ikkinchi savol. Anki uchinchi savol milliy armiya komiteti qurib bo'lgandan keyin milliy armiya komiteti milliy armiya milliy Sharq Turkiston milliy armiyasi qayerga qurilganligini shular belgilaydi dedi. Lekin bu Sharq Turkiston milliy armiya komitetining shular kuchi bormi? Nega quramiz deb aytsak o'zi xohlagancha qurib qura olamdi buni. Chunki bu milliy armiya qurish uchun bir territoriya musulmaydi. Bu Xitoydan iqtisodiy, siyosat boshlarning hamkorligi va diplomatiyasi va ulamılıqı bu Xitaydan bo'lgan diplomatiya, iqtisodiyotni buzilishni xohlaması mumkin. Gerçi hozir ham de dunyoning vaziyati o'zgarish bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin biroqli Xitoyni butun dushman deb Xitoyni ishki butunlay taqvog'ini yo'q shuningga bu hozir buni qanday tushunish kerak bu. Ashta Sharq Turkiston milliy armiya komiteti kuchi bormi agar qurilib qolsa, nega belgilangan armiyaniki. Sorun tugdi. Bunu muşu solan başka tekrar yeni kılıp belki kenarelde çekmetmeyin. Muşu mezmunga yığıncalığa bırak, muş mezmunu yurtu bırak cevap vergen bolsa halkın asal düşünerler diye dep oylayım ben. Allah razı olsun kırmızı. Buldum. Rahmet sizge. Siz programma qatnaşqılı qancha minut bo'ldi? Ben azak cihatını gördüm. Baştan ayrıca diyende. Lekin tazı diyen yerlerini yurt biramide ben belki kenar sözülücü milli armiya kuruş, milli armiya komiteti kuruş, anniki vatan işlayu ya anne bemeslik diyendeki nurgun mezmunlar sözlendi. Bu saç muş mezmuna yakırak kılıp yığınçılıqlap turup ıxcamlık kılıp sözlep verse tekme yaxşı buldu. Buldu, rahmet sizge. Buldu. Rahmet sizge. Sizge rahmet. Men Mahmet men cevap bereyim. Birinci, kaçan kuruldu dedi Şarkı Türkistan Kurallar İnkılap Komiteti. Amalba yıl ahırıca kurup buluş gerek. Ben şunu tırışçalık göstereyim devatımı. Yıl ahırıca biz kurup buluşumuz gerek. Birinci, bu cevap. İkincisi, ben Rusya'nı, Amerika'nı, Japonya'nı, Hindistan'ı, Avrupa Parlamenti'ni misal aldım. Tarihten harba adamlarga Şarkı Türkistan'ın müstakilliği için biz Rusya'dan ibaret müşkürlükni etmesek bo'lmaydi. Yaqubbek badavlat davridan tortib. Yaqubbek badavlatning Qashqaryo davlatining mag'lub bo'lishi Rossiyaning satqiligidan bo'lgan. Bizning birinchi qitimli Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati nima Hujinaz Hacı Şını Sayın'ın qışa ketib bo'lib, Abduniyaz Kamal'ның qo'lidagi armiya Xitoy armiyasi surib, vayron chiqayotgan vaqtida Şını Say shu vaqt yana Stalinga yalvorib, Stalin motorlashgan diviziyani evatib turib, tank qismlarini evatib, uni 12 tepadan aeroplan bilan bombardimon qilib, aysh Yemetning sida 8-10 ming jangchini qirib etgan. Bu tarix. İkinci qitimli Sharq Turkiston inqilobida Xitoy yana bir qitim bizni satdi. Nimaga? Xitoyga yana bir satdi o'rislar. Shuning uchun bizga Amerika, Yaponiya, Hindiston yordam qilgan taqdirdami biz o'risni iborat bu ko'rikdan o'tmasak bo'lmaydi.
Şunun için ben ötken yıldan tartip hazırlıkta 5-6 qitim Rusya'ya berip geldim. Muş mesele doğruluk. Mening oyamda hiç bo'lmasa bizni qo'limiz saqmaydi. Meni o'tirib qo'yganim. Biroq bu Xitoyning ichki ishi deb ham aralashmay chetib turibdi so'rab. Men shuni so'radim. Xili yaladim. Ko'rish. Bu shunga ma'qul keltirsak da cho'ng yangan bo'lamiz. Sharq Turkistonning qurolliq inqilobiga aralashmay chetib turibdi degan ma'qul keltirasiz. Biz mushni ko'rikni o'tmay turib bizga qiyin. Men shuning uchun Rossiyaga agar bizni mushtaq Sharq Turkiston qurolliq inqilob komitetining qarmog'ida xalqaro munosabatda bölümü buldu. Bu bölümdeki adamlar hazırlar mında qildi deb so'zga vaqtimda Rossiyani qilganim, til qilganim shu. Elbette maxfiyetlikka doir masalalarni hamda qarindoshlarimiz bir narsa o'rganib olsam deb so'raydi, ammo qolganini nimani deyish demaslikni o'zlari biladi albatta. Shunday gap. Shuning uchun bu masalada endi biz bilan 40 yillarda Rossiyaning bizni mustaqillikka yo'l qo'ymasa sabab hozirgi mustaqil bo'lib ketgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlarning sababidan. Agar biz mustaqil davlat bo'lib qolsak, bular jidal qiladi, mustaqillik jidavos qiladi deb bizning mustaqilligimizga yo'l qo'ymay bizni Xitoyga tutgan. Buni dunyo hammasi biladi. Hozirmi bütün O'rta Osiyo mamlakatlari Rossiyaning kontrolida. Ya Xitoyning qanchalik iqtisodiy kuchini sinib kirganidan qat'iy nazar, bu davlatlarning hozir hammasining tomiri Rossiyaning qo'lida. Shuning uchun biz Sharq Turkistonda qurolli inqilob boshlashda cho'qim Rossiyadan iborat bu ko'rikni o'tish majbur bo'lamiz. Bu yo'lni ochmasak bo'lmaydi. Shuning uchun dunyoda mangulik do'st yo'q, mangulik manfaat bor degan gap mana bu yerda. Rossiya menfaat qaraydi. Hozir bütün Amerika, Yevropa Xitoy iqtisod jazo yurgizayotganligi uchun bu Xitoyga yo'linib qoldi. Iqtisodiyotda Xitoy uning mollarini elib, neftini, gazni elib Xitoyning puli qarab qoldi. Iqtisodiyotda Xitoyga yo'linib qoldi. Bundaq sharoitda bu bizning ta'limimiz, ma'qulimiz nihoyat qiyin. Biroq hozir bu ahvol o'zgaryapti. Bu ahvol o'zgarib Rossiya asosda Xitoyga yo'linishni asosda chetga chiqyapti. Chunki Xitoy Rossiyani yo'layolmaydi ahvol keldi. O'zi Xitoy. Bu bizga foydali. Bular Amerika bilan bo'lgan iqtisodiy savdo ko'rishi biz uchun nihoyat bir foydali vaziyat paydo qildi. Shunaqa. Bu ishni qilgan odam shunda vaziyat hammasi inchkilik bilan kuzatib turib ish qilmasa bo'lmaydi. Shuning uchun hukumimizga meni deydiganim shu. Mening bergan javobim bu Rossiyada muhim. Bizning Sharq Turkistonning mustaqilligida Rossiyaning o'rni aytib muhim. Shuncha tushunsanlar bo'ldi. Bo'ldi. Allah razı olsun, rahmet o'zlariga. Ko'p vaqtlarni oldik. Oxirida qarindoshlarimiz deydigan tavsiya, taklif, ko'ngil so'zlari bo'lsa shuni olaman, uningdan keyin suhbatimiz tugagan. Bugun nihoyat yaxshi suhbat bo'ldi, ham aldirmayman, 1 soat tugatamiz degan. 1 soat emas, 2 soat orab tugatdik. Hamda mening vatandoshlarimni kutadigan umidim shu. Birinchi umidvorlik, ikkinchisi ittifoqlik. Bir-birimiz yomonlaydigan, işte gap so'zni tashlaylik, vatandoshlarim. Tashlaydi. Hech kimde ish aşağılara chiqib ketgani yo'q. Hammamiz o'xshash. Hammamiz bir-birimiz sen undachi, men undachi, sen avtonomiyachi, sen kichik huquqchi, sen mustaqil tashlaylik gaplarni keragi yo'q bizga. Biz hammamiz bir mushunday tuglaylik. Mushni umid qilaman. Umidvorlik bo'lsin, ittifoqlik bo'lsin bizga. Rahmat hammalarga. İnşallah, Allah razı olsun. Aziz qarindoshlar, Azatkom bu ishi bilan
yoshlarni jangga, qurolli harakatga, milliy armiyaga, milliy inqilobiy komitetga chaqiryotidi. Bizlarga jasorat beryotidi. Albatta biz yoshlar o'ttirg'i chiqib, men yoshlarning ichidan bek umid qilgandim milliy qurolli tashkilotlarning qurilishida va uning yandosh tashkilotlar, masalan, boshqalar har xil ataydi ekan, hamda shu millatdagi munofiqlarni, josuslarni yo'qotadigan har xil tashkilotlar, internet hacker, internetdagi fitna fasod 5mo'chilarni tugitadigan tashkilotlar, xatolik o'tkazib millatni setayotgan va josuslikqa aniq bo'lgan kishilarni jazolaydigan tashkilotlar, fitnaga qarshi turadigan, fitnani yo'qotadigan tashkilotlar degandek nurg'un tashkilotlar bor, ammo hammalar shu kishilik huquq va qarshi emasmiz, ammo yoshlar ya'ni shu aslini tanlayotgandek men his qilyapman, ammo ozodkam chiqib bu bizga biroz tez yo'lni ko'rsatyotidi. Inshaalloh bu tez, ammo buning mag'zi, buniki tahdidi Xitoyga cho'ng bir ta'sir ko'rsatgan bir masala. Mush akimiz mush ishida mush salomatlik bilan mushu yerim kechada bizga mushu chaqirig'ini qilgan ekan. Inshaalloh butun dunyodagi qarindoshlar bunga jiddiy ovoz qo'shadi, akimizga duo qiladi, rahmatini aytadi, qo'llaydi. Ma'naviy jihatdan ham, moddiy jihatdan ham bundan keyin bu milliy armiya, milliy qo'mondonlik bosh shtabining qurilishiga destek beradi degan xiyolda men inshaalloh o'ylayman va hammanglarni inshaalloh bu suhbatimizdan ham bahrilanishga, butun dunyodagi Uyg'urlarga Azod Qosim akimizning etisi planini yetkazishga bir tal knopkani bosish orqali bo'lsinmi kuch qetishinglarni umid qilaman. Inshaalloh Azod Qosim akimizniki Alloh qadamini mustahkam qilsin, iymonini taqim mustahkam qilsin. Inshaalloh bu yo'lda, bu jangda Allah Xitoyga qarshi bu maydonda Allah shahid qilishga nasib qilsin hammalarni. Hammalarga Alloh omonat. Yana bir qatorliq programmada ko'rishguncha omon bo'lasizlar va Azod Qosim akimizga shuna deymiz. Hozir bir naq maydonga telefon kelib qoldi, ammo bilmadim buni ilib o'tishimiz kerakmi? Mayli. Yana bir qarindishimizniki. Şu bir mıqdar bir etken bolsa umid qilaman. Xo'sh, savolingizni so'rang. Ben oxir savolimga ben javob berdim. Qolgan bo'lishi mumkin. Milliy armiya komiteti qurilib bo'lgandan keyin milliy armiyaning qayerga qurilganini milliy armiya komiteti belgilaydi dedi. Lekin bu milliy armiya komitetining shunday kuchi bormi? Bu milliy armiyani qayerga qurilaydiganligidek kuchi bormi? Chunki bu milliy armiya qurish uchun onun territoriyamiz olmaydı. Onun galıqı şu Xitaylan başlayatının ki soğudu olsun, iqtisat, siyasi cihati olsun, alakası var da tutulak üzülgün yok. Bu kanda kurdu. Abay bu meselelerini oturup koydunuz. Abay bu meselelerini oturup koydunuz. Rahmet sizge. Yani ben sualınızda ben ta'kidlab qo'yman, ama Azodkam bu programma başlangandan beri nurg'un narsalarni maxfiy tutib kelyapti qarindishim. Bu milliy armiya komiteti qaysi davlat quriladi, nega quriladi, kim yordam beradi? Qaysi davlat qurildi degan men o'yin bak aniq so'rmayman, lekin işte kuch bormi milliy armiya komitetiniki işte qaysi davlat quralaydiganligini milliy armiyani. Kuchni shu siz bilan biz siz bilan biz shu hosil qilamizda bu qurilayotgan bir narsa, bu qurib oldik yoki manchilik kuchimiz bor degan gapim yo'q. Bo'ladi, men Azodkamga beray so'zni, ammo Azodkamniki bu maxfiyatliklarni o'tirib tashlamasligini umid qilaman. Inotib qo'yay. Faqat bir minutli bo'lsa bo'ldi. Bir minutlik javob. Sharq Turkiston qurolli komiteti qurilgandan keyin Sharq Turkiston milliy armiyasining qo'mondonlik shtabini qaysi mamlakatda ta'sis qilish bu bekitilib qo'ygan aniq ish. Şuraya ta'sis qilindi, endi buni bir oshkorlashni hojat. Yo'q, oshkorlamaymiz, buni oshkorlasak bo'lmaydi. Buni qila oladi, qilolmaydigan bu uncha qiyin ish emas. Ya'ni kuchi bormi deganga qisqalan bir javob bersak. Bu kuch asli bu xalq o'zidan o'zi so'rash kerak edi bu. Bu kuch xalqning o'zida. Sharq Turkiston qurolli inqilob komitetini qo'llagan xalq
Özü güç. Hı. Güç başka yerden gelmeydi o. Halk muş Şarkı Türkistan Kurallık İnkılap Komitesi kollap verse Şarkı Türkistan Kurallık Komitesi şunday çırak epitelaydı. Gep kollaşta. Hı. Şununla can dil bilen berişme. Abim dedim bu. Her bir adam soldat buluştum burun aval müzik alırsa men Şarkı Türkistan Milli Armiyası'nın cengisi deydiğen an şeklini işgile tengen bay tekledim. Hı. Bu kıyırışım deydiğenim şu. Hı. Kuruludu. Hem ornumu teyyap oldu. Şu devletin teyyap oldu. Gep halkının koluşuda. Rahmet. Oladı, Allah razı olsun. Az qarindoshlar umidvor bo'laylik. Bu Azatkam bir qancha oy mobayn, hatto bir yilga yaqin bo'lib qoldimi Azatga bu sizlar bu yo'lda menyapotgani? Uzun yana qisqa vaqtning ichida demakchiman, ham bu burundan bu masala bo'ldi. Shunga umidvor bo'laylik demakchiman. Nurg'un naslning qarindoshlar, chunki o qadar umidsiz bo'lib qoldik xalqimizmi, bu qanday bo'la, qurilam, qurilmasmi, qanday bo'la, oyog'i nim bo'la degandek so'raydi. İnşallah jiq ishlar loyiq qilinib bo'lgan ishlarmi bor va qilinadigan ishlarmi bor. Tayyorlik ishlarini bugun bu programmaning maqsadimi bir qancha nuqtalarni deb o'tib ketdi. Iqtisodiy kuch hosil qilish va xalqimiz ideya jihatdan men bir Sharq Turkiston armiyasining a'zosi, bir askari degan narsani tayyor qilish degandek bir qancha muhim nuqtalarni deb o'tdi. Inshaalloh bu videoningki suhbatimizning peşinden tatip ko'rsanglar bo'lasizlar. Oxirgi so'zlar bo'lmasa, mishada oyoqlashtiramiz Azatga. Rahmet. Sözün tügüdü. Allah sizlardan razı olsun. Yana bir qatimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Programmamizni ham bahrlashni unutmanglar. Assalomu alaykum.